Bantigi yo'q ekan ko'zim baylashga. Ochaymi yo'qmi? Yo'q, ochmang, yuring. Qaqa? Yuravering, to'g'riga. Dumalab ketma. Yo'q. Ya buni uchun yubolasang arziydi. To'g'riga. Mana buni bitta o'qib oling siz yaxshilab. Ha, tug'ilgan kun muborak sohiba tinta. Tog'a, alamingiz kelyaptimi? Siz o'zingiz bundoq bo'lmaganligi uchun. Aytavering. Salgina bor. Odam insonda bo'lar ekanda. Bo'ladi. Qanday qilib bo'ldi degan narsa. Ha, ayol boshi bilan. Ayol boshi bilan teng bo'li eri yo'q. O'zi topyapti. Eslaysanmi menga aytgan gapingni? Nima dedi? Mabodo menga biron narsa bo'lib qolsa, bolalarimga aytma. Meni jinnixonaga, kaptarxona degan joyimiz bor-da, nima bo'lgan bilmayman-da men. Vahimada. Shunday og'zim ochilib, nimaga uni shunday joyga topshirishimiz kerak? Chunki buning ichida pomidor yo'q, tomat yo'q, nima yo'q, aynitadigan narsasi yo'q-da. Kulganlar kulgan keldi. Sizlarga o'zi Siz pomidorni gapirib. o'zi oxirgi payt p harfini ham ayta olmaydigan bo'ldi. Pomidor Tinmadi shu qiz. Tinmadi, mehnat qildi rosa. Yugurdi, yeldi, boshqa koridor momentlarda hali lyustralar Svet yo'q. qo'yilmabdi. Bu yoqda ham Xotin kishida puli yo'q-da. endi xontoqtamiz yo'qcha yerga qildik, qishloqchasiga qildik, mayli. Rosta menga mana shu. Mana shu Siz ikkalasi olib ham keldingiz. sizga. Ha. Fotima opa arzimagan bir sovg'amiz bor edi. Uyiga biz to'yona qilib endi Vasiyat qilib qoldirganingiz. Ha, vasiyat qilaman. Kimlarga? Va menga o'g'limni ber. Bu katta qildi-da o'g'limni ikkalasi. Ha, sizga o'g'illarni Men bergan. o'g'limni beraman dedim, Zuhraga qizimni beraman Ha, dedim. ularga. Biza birinchi ilk Ulovga holatlarni keldi, qo'yamiz, keyin bu holatlarni ham ko'rsamiz, xudo xolasa. Juda ham bir issiq bo'libdi. Endi biza kirdik-ku. Sal avval kirib obedlandik, boshqa Rossa. qildik. Ertaga pensiyaga chiqaman. Rosta. Ana. Ertaga pensiyaga chiqaradi meni. Hay, 5 yoshiga yetdingiz. Ha, 55 yosh. Shuning uchun hech qachon anaqa nolmangizlar, shukr qilingizlar. Shunda hayotlaringiz menikidek go'zal bo'ladi. Sahibi hali ham qiz bola. Xotin qilmasligi uchun vayna, olib bering unga valna. Valna. Ishonchli, barakali, sifatli. Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida Intervyu TV kanali hamda Feruz Muhammad va nihoyat orziqib kutilgan damlar, kunlar yetib keldi. Men bu kunlarni shaxsan 3 yil 3 oy kutganman. Fotima opa, siz qancha vaqt kutgansiz bu kunlarni? Men bu kunlarni 55 yil kutdim. 55 yil. Shu uchun mana shu kutilgan kunlar yetib kelganligi uchun reportajimizga, intervyumizga bitta like bo'lsa arziydimi? Albatta arziydi. Ko'rsanglar keyin anaqa qilasizlar. Xudo xolasa. Bitta like emas, 10 ta like bosib yuborasizlar. Va bugun qanaqa kun Fotima opa? Bugun mashhurlar tug'ilgan kun. Dunyo yulduzi tug'ilgan kun. Xudo xolasa bo'laylik. Amerikaga ketamiz-ku, xudo xolasa. nasib. Ana u. Shukrona kunimda xullas. Bugun Fotima Nazarovaning tug'ilgan kunlari. Bugun uchun bitta like bo'lsa arziydimi? Bilmadim endi, uni bilmadim. Uni bilmadim. Kimga qanaqa deydi? Ha, kimga qanaqa endi meni addushi muxlislarim bor, o'zimga yarasha like bosib yuborasizlar, padishka qilib yuborasizlar. Xudo xolasa. Va yana mana qarang, bugun qo'shaloq bayram. Bugun xonadoningizga, yangi xonadoningizga, shu 55 yil kutib erishgan xonadoningizga ko'chib kelganingizga 5 kun bo'ldi. 5 kun. Ham tug'ilgan kuningiz. Xudo xolasa yaxshi niyat qilsangiz, mana O'zbekistonda uy bilan bog'liq muammosi bo'lgan insonlarni, jamiki insonlarni uyli bo'lishi uchun yaxshi niyat qilib duo qilsangiz, menimcha duo o'tadi, xudo xolasa. Albatta. Birinchi Allohdan so'rash kerak ekan hamma narsani. Bandasidan emas. Yaxshi niyat qilib hamisha so'rab shu anaqa qilib yursa, ijobat bo'laverar ekan. Sabr kerak ekan, chidash kerak ekan, hammasi bo'lar ekan. Allohga shukr. Mana yetkazdi. Endi uni ta'riflab bo'lmaydi til bilan. Gapirsam juda gap ko'p. Necha kishini mehnatlari singdi. Ularni har bir gapirib beraman. Albatta. Xo'p, biz nima bunaqa qilib o'tiribmiz, bilasizmi? Bilmayman.
Men aytyapman, siz ushlab turibsiz, to'g'rimi? Xullas, Qo'lim og'rib ketdi lekin. Instagramda bitta trend bo'ldi. Kimki yangi mashina olsa, mana shunaqa ushlab turib, o'sha yo'q, mashina yo'qmi? Ishtima yo'q-ku. orqasida mashina yo'q, lekin biza Endi baraka topkinlar. Ba'zi ko'rib turib bachkanaligam evi bilan. Yo'q, men ko'raman haligi dadamga, oyimga deb haligi surprizligini o'zlari ham bilishadi-da. Rahmat bo'lamiz. Bu yaxshi, bu kimgadir nima havas boshqa-yu, lekin sizlarga yarashmabdi. To'g'ri, albatta. Biz bir hazillashmoqchi bo'ldik. Bu kunlar yetib kelganiga Xudoga behisob shukrlar bo'lsin. Hali aytdilar, men 30 yil deb hisoblab yurgan ekanman. Yo'q, вообще-то 30 yil desa ham bo'ladi. Bu Toshkentga kelganingizdan beri 21 yoshgacha ota-onam uyda yashagan. Bundan buyog'igada. Endi 55 ga to'ldim. Shunday Xullas, bilib. shaxsiy uyingiz mana endi bo'lyapti. O'z uyingiz u endi bo'lyapti. Yetkazganiga behisob shukrlar bo'lsin. To'g'risi, mana men o'yladim, o'sha yangi yil iziga ko'chib kelsangiz kerak edi. O'zingiz ham menimcha niyatlaringiz, planlaringiz shunaqaroq edi. Alloh mana shu kunga, tug'ilgan kuningizga yetkazdi. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Xudo xolasa biz ham quruq kelmaganmiz. Har doim birorta inson uyiga mehmon bo'lib borsak, quruq bordingmi deb yozib qoldirishadi. Endi bizlar ko'rsatmasdik, nimadir olib endi 4 ta nonni ko'rsam bo'lmaydi, 4 o'g'lan mana. Ana aytadi, "Voy kampir, nima sovg'ing bor? Ber, ketaman." Shunaqa. Xullas, sovg'amizni ham hali ko'rsatamiz. Menimcha uyni sekin ko'rsatsak bo'ladi. Albatta, qani, marhamat. Yuringlar, kelinglar. Undan keyin juda ko'p ishlar bo'ldi. Bu yoqdan boramiz, a? Endi darvoza yaqinda darvoza qo'yiladi. Samarqandliklar kelib, Azimjon kelib nima qilib ketdi, o'lchab ketdi. Shu 3-4 kunning ichida Xudo xolasa. ko'pi bilan, Xudo xolasa, dubayskiy darvoza nima qilindi. Qilib beraman dedi, umr uzoq bo'lsin. Azimjon darvozalari. Endi Feruzbek, mana shu noldan mana bu yerda egasi, mana shu yerda egasi Bizni raisimiz bor. Akamiz. Raisga o'xshaydi. Qorinlari bilan. Mana shular avvalo tog'a sababchi hammasiga. Keyin noldan ko'targan mana shu yigitimiz o'zimiz imlagim. Tolibjon. Bilan bu Kichkina demang bizni ko'tarib uramiz sizni degan. Bular usta akalar, bilishim bo'yicha. Usta Shu noldan boshlab hozirgi holatiga yetib kelguncha bular aboygacha-da, aboygacha. Bitta ham kelmadim, bitta ham. Hammasini o'zi qildi. Anaqa chaqirgan ham, sement olib kelgan ham, qum olib kelgan, derazaga, xullas hammasiga boshqa ish qilgan shu yigit bo'lar. Kattakon rahmat sizga. Surxondaryodan qo'liga meni uyimni ham shular qurishgan. Boshdan oxirigacha, keyin potiga ham shuni taklif qildim va juda ham chiroyli. Hozir ichkariga kirib ko'rasizlar. Zo'r. Shu ichkariga kirmasdan oldin men kursdoshlarim bilan bir bo'ladi. og'iz. Mana. Avvalambor sizga ham kattakon rahmat. Umringiz uzun bo'lsin. Boringlarga shukr. Jonlaringiz omon bo'lsin. Juda ham xursandmiz. Juda xursandmiz. Men bularni endi tanidim. Sizni avvaldan taniyman, bilaman. Avvalan bir minnatdorchilik bildirganman. Yana bir marotaba men Intro TV kanali obunachilari nomidan ham rahmat deb qolamiz. Joningiz omon bo'lsin. Xolsuvoy ismi holidan tanib olsa bo'ladi. Joningiz omon bo'lsin. Bu yoqda xullas Bu yoqda kursdoshlarim. Bugun bayram va bayramda o'zi kamdan kam kursdoshlar uzoq yil mobaynida saqlanib qoladi-da. Biz ko'p yig'ilamiz. Ko'p. Oqibatimiz Adilmurod. Omam 7 ta pomidor olib, qani bittasi? Omam men Bittasi ham yo'qmi? Bitta pomidor olib keldim, qani? Qani? Olib kirib qo'ygansanmi? Ulug'bek Shoynazarov, rejissyor televideniyada. Dilmurodni endi butun O'zbekiston taniydi. Albatta. Dilmurod Uzoqov. Sizlar avvalo mana shu o'rtog'imizni, mana shu xonadonlariga, nima deydi, qadamiylarga hasonat bo'lsin. Rahmat. Qo'limdan kelgancha oshini damlab beraman deb Xudo xolisa mana. harakatda o'tiribman. Ha, osh muallifi bugun siz, Xudo Ay. xolasa. hozir men kameraga undan sizdan oldin mana qaynayotgan edi. Mana oshni qilyapman deb qo'limni ham tekizmoqdim-ku. Oshni men qilyapman deb maqtanib kirib ketdim. Hozir buzilib ketdi syujet, mayli davom etaveradi. Zo'r chiqdi haqiqatdan. Mana azizlar, nima deydi, men kam osh qilganman, lekin Xudo xolasa, men Iskandarni Xudoyisda qilgandim, ona dahshat chiqqan edi. Ozgina kuymagani tagi qirmoch deydi, shunaqa bo'lgani, qizg'ich bo'lib, o'shanisi bilan go'zal chiqqan edi. Xudo xolasa, bugun ham shunaqa bo'ladi, umid qilamiz. Tovurinimiz yo'qligi uchun o'zim qilaman dedim. Osh pishganda yana ko'rsatamiz sizlarga. Xudo xolasa.
buni ta'miga hozir baho beramiz. Aha, birodan keyin. Xudo xohlasa. Joni davom bo'lsin. Umringiz uzun bo'lsin. Aqlinoqchilikka ko'z tegmasin. Borlaringizga shukur. Adashmasam bitta kursdoshingiz mana qo'shningiz bo'lyapti. Ha? Zo'r. Mana. Bitta Xudo xohlasa. Qalpoqchilar anaqasi mahallasi bo'lyapti. Xudo xohlasa. Rejissor o'zimizdan. Aytganda yana qo'shimcha qo'shib qo'yani Muxtor aka bizdagi farmon ham pastdagi joyni mana rais buvamiz Berdilar. beryapti. Qoyil. Qalpoqchilar tepaligi bo'ladi. Bemalol haqiqatdan ham. Oldin Sahr tepa edi. Bu Rahmonjon akam Sahr tepada nom qo'ydi. Ha. Shunaqa. Mana shu nomni qo'ymaydim endi bu Fotina bir bola qilib Yo, astag'firulloh. Yo'q, niyat shu. Niyatimiz shu o'zi. Ha. Qo'rqitamizmi, vahima qilib, narsa qilib. Labidan uchib chiqsa bo'ldi, Sahr. mahallaga to'g'ri kelmaydi bo'lsa. Qo'shilmaydi mahallaga, mos kelmaydi. Joni davom bo'lsin. Rahmat kattagon, salomat bo'linglar. Ochinglar. Yo, Shetda bo'lamiz. tong yotguncha. Qo'y yo'q, yosh bo'ladi, ketamiz. Bu osh yemay ketmasak bo'lmaydi endi. Конечно. Bismillah. Keling. Yo, bismillah. Men tortalasizmi? Albatta. Qani marhamat keling. Kelinglar. Eshik ham eshik bo'libdi lekin. Ya eshikni zo'r qo'yildi. Qo'qon darvozasidan. Chirsiz qilib nima qiladi? Juda chiroyli bo'libdi haqiqatdan. Bismillah. Kelinglar. Biza birinchi ilk Ulug'bek holatlarni keldi, qo'yamiz, keyin bu holatlarni ham ko'rsamiz, xudo xolasa. Juda ham bir issiq bo'libdi. Endi biza kirdik-ku. Sal avval kirib obedlandik, boshqa qildik. Rossa. Juda issiq bo'libdi. Hozir kurtkalar yechganlardan ham bilasiz. Juda Shunda turib tursin, hali Issiqda. shifonerlarni Pol eshitmam issiq. yo'q. O'shaning uchun mana beparasiz meni tashlab demanglar, iltimos. Pol issiq. Masalan, bu yerda yangi bozorga qaraydi, svet, gazlar baraka topsin. Yaxshi qarashadi shu umuman dacha tomonlarga. Hali bularga ham lyustra qo'yilmadi. endi kamchiliklari bor. Kamchilik bor. Bitta shu joyda xolos, lyustra yo'q. Qolgan hamma joyda bor. Bor. Mehmonxonani ko'rsa bo'ladi. Avvalo Mana marhamat, birinchi mehmonxonani shunday Svetga ko'ringlar. Men yoqaman. Hammasini yoqim. Mana. Xullas avvaldan ogohlantirib aytaman, bu maxsus bir ssenariylar bilan olinmayapti. Da. Nima bo'lsa shundoq olinyapti. Qanday bo'lsa? Hammasini to'g'ri Voy, tushunishadi. pashshala olmaysizlar. Pardalarni, lyustrani, shu nima qandillarni go'zalligini qarang. Juda chiroyli. Bir-biriga shunaqa zo'r. Ko'rpachalarni ham Buni aboyni hamma xonamga lyustralarni Samarqanddagi Sodiqjon degan YouTubedan ko'rib qolibdi sizdan. Hadya qildi. Sodiq aka jonijon. Elitxom anaqasi magazini. Biz agar Alloh nimasini rozi tashlab bo'lsin. bersak, bu yoqda tashlab yozib olib ketamiz. Keyin pardalarimda Juda Mastura bir-biriga shunaqa zo'r. Fashioner degan singlim ajoyib qo'llar dard ko'rmasin. Ular go'zal qilib kutmaganimdan chiroyli qilib berdi mana. Tog'a sizni uyingizdan ham yaxshi. kutganimdan go'zal deyiladi. Kutmaganimdan Kutganimdan go'zal-da. Tog'a, siz o'shaning uchun Xullas bundoq bo'lishini kutmaganlar o'zi. yo'q. Tog'a, alamingiz kelyaptimi? Siz uyingiz bundoq bo'lmaganligi uchun. Aytavering. Salgina bor. Bor, ayting. Odam insonda bo'lar ekan. Bo'ladi. Qanday qilib bo'ldi degan narsa. Ha, ayol boshi bilan. Ayol boshi bilan teng bo'li eri yo'q. O'zi topyapti, o'zi nima qilyapti degan narsalar u qo'yyapganda yo'q. Qattan olding degan. Yomon ko'p kulyapman uzr lekin xursandchiligimdan. Endi tug'ilgan kuningiz Meni to'g'ri tushuninglar, bu haqillab qolibdi o'tgan safar. Degdi demanglar, iltimos. Rostdan men borini qanday bo'lsa shunday. Yo'q, endi xursand bo'lganda odam shunaqa bo'ladi. Mana bu esingda mana bu yoqda birinchi ko'rsatuvda Ha, o'sha aytyapman-da, tog'a. Juda ham nima bo'lib olib. O'shanaqa edimda. Kayfiyatlari juda ham tushkun edi. Juda. Juda ko'p erkaklar yozib qoldirgan ekan. Men xotinimga yuboraman buni. Yuborishgan ham. Haqiqatdan ko'ylagim yo'q. O'shaning uchun bir xil ko'ylak kiyib yuraman. Mablag'im yo'q olishga. Ba'zida mana shu oynaga qarayman-da. O'zim to'g'risini aytsam, aktrisaga ham o'xshatmayman. Endi aktrisalar ko'ryapsiz. O'ziga qaragan, bino qo'ygan. Qaysing bolalaring bilan spalniyda birga yotasan, xotin, bitta xonada dedi. Hozir bu Madaniyat bitta xodimi. xonadan iborat. Bitta xonada. Boshqa umuman xonasi yo'q. Men hozir 600 ming olamanda 642 ming bu yoqqa to'layman. Savatga chiqarib yubordi. Yetib kela olmadim. 6 yoshda qizim
38 yoshda o'g'lim dunyoga keltirdim. Kreditga oladigan bo'lsam, kafolat kerak. Men 600 ming kim beradi? Teatrlarga ishga olmagandan keyin mana shu yerga ishga olishni qaror olib ishladim. Kechasi turdim smenada, qiyin bo'lar ekan. Ko'p ayollar O'zimga qancha oshib yozdim. ketgan ekan mana deb ko'p ayollar ham yozib qoldirganda misol Mana ayollar emas, mana qarang. Xullas, Erkaklar, ko'p mana vatandoshlar ayol kishi bo'lib turib shunchalik qilyapti. Mana boshqa joylarni ko'rasan, kafelu, pol isitgichlar hammasi mujassam mana shu joyda va ichida tualetlari ham hammasi ayol kishi bo'lib qilyapti. Erkak bo'lib turib nolayotganlar ko'p-da. Ko'p. O'shaning uchun nolmasdan mehnat qilish kerak-da, bilmayman. U artist bo'linglar demoqchi emasman. Artist bo'lmasdan turib ham qilish mumkin. Mani kechiringlar avvalo, lekin faqat mehnat qilish kerak. Tinmadi shu qiz. Tinmadi, mehnat qildi rosa. Yugurdi, yeldi, boshqa. Meni ham Instagramga chorladi. Men Instagramni unchalik yoqtirmayman. Hozirgacha uncha narsa qo'ymayman men. Bir bu ham majburlab turadi, tog'a mana buni qo'ying, buni qo'ying deydi. Qo'yishni bilmayman, ishonasizmi? Allohga guvoh, bilmayman. Da, shu mehnat qimirlash kerak, mehnat qilish kerak demoqchiman xolos. albatta. Qani endi boshqa xonaga marhamat. Allohdan so'rash kerak. Hali mebellar bilan bezalgan yo'q-ku, oddiy. Rahmatlarga Oddiy. lampochka qilmabsizda. Kamchiliklar bor endi to'g'ri tushunish. Qani endi bu yoq mana Gilamlar, umuman xonadagi har bitta narsa bir-biriga yaxshi chiqishi kerak. Bu yoq, chiqish kerak. men tomon Bu yoqda- ko'rib turaylik mana. Chiqsin, ana tez tozalab chiq, aytib qo'y, mana yoqdan chiqib tursin. Oshxonani ko'rsataylik hozir endi. To'g'ri tushunasizlar, mehmonlar kutib anaqa qilyapmiz, keling. Xullas Surxondaryodan mehmonlar kelgan. Ha, Surxondaryodan mehmonlar kelgan. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Omonmisiz? kiringlar. Ma, Shunda bu xol, bu yog'i ham o'sha xol Bu ham bo'ladi. koridor deydimi, nima Koridor, deydi ha, o'sha? ha. Mana bu ham vanna tualet. Ha, bu obshiy bo'ladi. Bu obshiy. Obshiy. Bu meni uyim bo'ladi, spalnim. Bu qizimniki bo'ladi, ana oshxona bo'ladi, xudo xolasa. Zo'r. Ya, lekin juda kulturni ham hamma taraflama zo'r bu. Yoqdimi? Ha. Qarang. hozir anaqa betartibligi shu mehmon kutib, ovqatlarni anaqa qilib yuribmiz. Oshxonangiz juda ham go'zal bo'pti, haqiqatdan. Mashalloh. Bitta pardang yo'qmi? Juda chiroyli bo'pti. Keyin endi shu joyda biz aytdik-ku, sovg'amiz bor deb. Xullas menga xabar yozganlarida endi to'satdan bo'lib qoldi-da. Hozir bu yoqda ovozli xabarlar. Nima internetim o'chiq edi? Bu yoqda uncha yaxshi ishlamaydi. Ha, o'zim ham o'chirib qo'yaman-da syomka paytda. Aytgancha hammaga viza bosibdi. Ha, yana bitta Men odam o'tganim yo'q. yo'q, hali 5-kuni o'tasan-da. Bosdi degani, demak sizlarniki ham o'sha bosadi degani. Amin, amin. Xudo xolasi. Xudo biladi. Ya Alloh anaqa xohlagan bo'lsa Amerikaga ketib turibmiz, xudo xolasa tog'am bilan. Xudo xolasa, nasib bo'lsa, Mana albatta. 8 kishini spiskasi kirgizilgan va bularni ham sizlarni ham so'rashgan. Qani uchalasi deb. 5-kuni kiradi, pasport bilan muammo bo'ldi degan. Shunaqa deb bahona qilishgan, lekin xudo xolasa 5-kun. Qaror 3 kundan keyin 8-kunlar yo 9-kunlarga viza bilan olasizlar pasportni va 11-12 ketamiz Amerika qaydasan. Nasib. Sizni ham olib ketaylik. Hop. Hozir bitta shuni ochib olsang bo'ldi mana. Ha, ana. Shu kunlarda men opaga yozib qoldim. Opajon salomatmisiz, omonmisiz? Keyin meni aytdilarki, keling tug'ilgan kunimga dedilar. Keyin faqat hali uyim ham endi uyni ham birato'la kelgandan keyin agar tayyor bo'lsalar, ko'chib o'tgan bo'lsalar, reportaj qilaylik, intervyu qilaylik, kichkina bo'lsa ham deb niyat qilgan edim. Keyin bitta ovozli xabar tashladilar. Buni bemalol eshittirdim. Mebellarim yo'q, xolodilnigim yo'q, kir mashinam yo'q, bo'laveradimi? Xullas shunaqa, ya'niki mebellarim yo'q, xolodilnigim, kir mashinam yo'q, hali ya'niki hali oxirigacha buni o'zaro guring edi. Ha, oxirigacha yetgan yo'q. Oxirigacha yetgani yo'q, qanday bo'lar ekan deb aytdilar. Shunda keyin endi men ko'nglimga o'sha payti bir fikr keldi. Uzr. Mana shuni o'chirib turaylik. Xo'p. Ha, o'chdi. O'chdi. Xullas shu mebellarim yo'q, xolodilnik va kir mashinam yo'q,
qanaqa bo'lar ekan ekan oxirigacha yetmagan hali remont ishlarimiz deydilar. O'sha paytda ko'nglimga bir fikr keldi. Men Valna brendi bilan o'zi hamkorlik qilib kelardim va o'zim ham uyimda, xonadonimda foydalanaman u brend mahsulotlaridan va ularga chiqdim. PR va marketing bo'limini rahbari Muhammad Rasul akaga chiqdim. Shunaqa intervyularimizni ko'rgan ekanlar, bittada bo'ldi dedilar, nima kerak dedilar. Shunaqa bitta zo'r xolodilnik, ya'ni muzlatkich va bitta zo'r kir mashina. Hozir ranglarini mana bunga moslashtirib hammasini olib kelganmiz. Ko'chada hali kiritmaganmiz. Ha, xudo xolasa. Hozir kiritib uni alohida yana videosini olib qo'yamiz, xudo xolasa. Vanna brendiga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Qanchalar xursand bo'ldim. Umringiz uzun bo'lsin, ilohim. Va sizga rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Tog'ajonimga-ku har kuni rahmat. Menga rahmating kerak emas. Men xursand bo'lganim, qarang, saxiy bo'ldi, ham yaxshi bo'ladi. Ben senden oldin ko'rdim-ku, unda mashinadan tushirayotganda "Молодец Feruz, umringiz olsin, yaxshi bo'lasiz" dedi. Rostdan yaxshi bo'ladi. Mani o'g'lim shu yoqqa o'xshasa ham rosa xursand bo'laman. Amin. Qalbi to'la go'zallikda bu yoqdagida. Umringiz olsin. Aslida yaxshi insonsizlar, jonlaringiz omon bo'lsin, umrlaringiz uzun bo'lsin. Yomon xursand qildingiz lekin. Ana haqiqiy sovg'a bo'ldi. Bugun men yana qarang, hammasi Allohdan. O'sha payt yozib qolganimni qarang-da, misol uchun. Bo'lmasa, balkim bu kunni bilmay ham o'tishimiz mumkin edi. Tug'ilgan kuningiz bo'lib qolganini qarang, mana hammasi yaxshilikka, hammasi zo'r bo'ldi-da. Mana xudo xolasa va Valna brendi ham misol uchun ay yo'g'ay deyish mumkin edi, boshqa juda ularga ham katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin, barakasini bersin. Albatta, barakasini bersin. Juda zo'r mahsulot, xudo xolasa mazza qilib tepib yillar mobaynida ishlatasiz. Faqat muzlatkichni olib kirgandan keyin nima qilamiz? Bir kundan keyin ishlatish kerak ekan. Ya'ni 24 soatdan keyin qo'shish kerak ekan. Xullas, u yo'g'ini endi o'zingiz bilib olasiz. Aytar ekan, nimada qimmat. O'zim bilaman. Men o'zim bilaman. O'zim bilaman. Ko'p aqllama, o'zim bilaman. Shu. U yo'g'ini o'rgatmadik. O'zi shunaqa, o'zim bilaman. Nasib etsin, buyursin, juda xursand bo'laman. Endi bu uyni misol uchun biz avvalgi holatda kelganmiz-ku, xudo xolasa birinchi va keyingi holatini ko'rsatamiz. Juda katta yer bilan osmoncha farq bo'lgan. Mana tog'a ham bekordan ichim yonyapti deganlar bekor emas. Hazillashib albatta. Joningiz omon bo'lsin, tog'a, sizni umringiz uzun bo'lsin, ilohim. Joningiz omon bo'lsin. Intervyu davom etadi. Da. Intervyu davom etadi. Men bu xonaga Az koridorlarimiz qorong'i. Koridor Mametlarda hali lyustralar Svet yo'q. qo'yilmabdi. Bu yoqda ham Xotin kishida puli yo'q-da. Xontaxtamiz yo'qcha yerga qildik, qishloqchasiga qildik. Mayli, qishloqda ham izlab turishimiz kerak, to'g'rimi? Bu mehmonxonam bu Bu qanaqa? qizimni spalnisi. Spalni, mehmonxona biz o'tirgan. Bitta o'zi mehmonxona, bitta. Ko'rpachalarni Qizimniki. yoztirib. Opalar mana ko'rpachalar tiklashadi. Opalari buni 3 kun 4 kun oldin kelishgan edi. O'sha ko'rpachalarni chiroyli qilibdi. Men ham ko'rpachalarni bugun ko'rdim. Juda chiroyli bo'pti haqiqatan. Shunaqa. Endi boshqa xonaga kiramiz. Boshqa xona mana unisi Men endi. to'g'ri deganda mayli Bu ham spalni ko'rsatamiz. Yo'q, bu Yo'q, mayli ko'rsataver. Buni ko'rsatib bo'lmaydi. Kiyimlar hammasi boshqa. Mayli. Mana hozir Bir xil ikkalasi. qochib opalar turganida yo'q, o'tiraveringlar. Mana shu xona, bu bitgan divarlar detskida ish qiladi. Yo'q, nima meniki? Bu ham Sen ham yosh bolasan-da. To'g'ri. Hozir endi vannalarni ko'rsatamiz. Yana bitta xona bor. 4 ta xonasi bor. Malikida bitta xona ko'p. Ashuncha ichim kuyapti. Hazil bilan haqiqatan. Mana bu chivinlar bitga sepilmagan, lekin mana bu yerda Bu ham yotoqxona darajasida katta xona. tiyopli pol, mana issiq oyoq tagi. Mana kir mashinani joyi. Mana xudo xolasa qo'yiladi zaten. Kir mashinani joyi bo'sh. Mana bu mana turetskiy nima o'sha har ko'pchilik ko'rgan, isitib beradi, pollarni boshqa mana bu nima. Buni keragi ham yo'q-ku, lekin baribir qo'yilibdi. Men pasaytirib qo'ydim. Katta ekan. Buni 65 ga qo'yib qo'ydim. O'rikzordagi Sroch Premiumdan oldim hamma santexnikani. Adashmasam hamkorlik qilasiz. Hamkorlik qildik. Zo'r. Ular ham Ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Sroch Premiumga murojaat qilaveringlar santexnika kerak bo'lsa. pastda raqamlar. Mana hamma narsasi zo'r. Pashshalaga aytib Unitaz, mana rakvinalar da. Hali joylashib olganmiz. Hali 5 kun bo'lgan ko'chib kelganlar o'zi ko'chish juda qiyin bo'ladi. Endi bu xonaga o'tamiz. Bu xonaga o'tamiz. Yuring. Bu spalni, bunisi vanna anaqa o'sha sanuzilda. Lekin plani ham juda ham bir aql bilan qilinibdi. Bu o'g'lim xonasi.
spalni anaqasi bilan sanuzul bilan. Ha, bu yoqda ham alohida Ha, sanuzul. ha, ha. O'g'limniki. Ertaga Bu yoqda- kelin kuyovni ham nima solinganda o'lgan. mo'ljali olingan bu bu yerda ham bu yoq ham tayyor bo'libdi-ku mana. Hamma juda tayyor, chiroyli. Bu yerda unitazi ham bor. Bu unitazi boshqacharoq ekan. Yo'q, bir xil ikkalasi. Bir xil. Zo'r bo'pti mana. Mana Bu ham tugli bo'l ekan. bu yoq hammasi tugli bo'ldi. Katta kafel bo'lsa, Zo'r, xonalarga qilinmagan xolos. Boshda ortib qo'yadi-da. To'g'ri. O'shaning uchun ham mana shunaqa. Zo'r bo'pti. Anaqa Hoji akani ismlarini bilmayman. Gilamlarimni hammasini bitta Hoji aka ismlari nima? Hoji aka, Hoji aka короче, deymiz. Erkin postiga Ehson tushildi. qildilar. Ha, yaqin Erkin postiga 100 metr qolganda o'ng tomonda gilam sotadigan joy bor. Katta baza bor. Ismlari esimdan chiqib qoldi. Juda saxiy odam. Hamma xonaga gilam berdilar, borib olib keldik. Umrlari uzoq bo'lsin. Zo'r, juda ham kamtar. Alloh rozi bo'lsin. Otingiz oti nima edi? O'sha do'konini? Do'konni otini ham Bemalol bilmayman. O'sha ko'raytavering. Erkin postdan kelgandami? Yo'q, ketishingda hozir Erkin postga yetmasingdan 100 metrda. Ippodrom bilan 100 metr oldin o'ng qo'lda gilam nimasi bor. Boringlar, rosa arzon gilamlari. Xullas kalam menga shundoq necha yil oldin tog'a? Gilam 2 yil oldinmi? post. Ancha avvaldan O'zidan o'zi siz intervyuingizni ko'rgan ekan. Hamma sabab o'zi siz bo'ldingiz. Umrlarimiz Siz bo'lsin. intervyuingizni ko'rib, Va shu yana ayol qarang, hali yordam tayyor bo'lmasdan turib chiqqan ekanlar. tayyor bo'lmasdan mana shu ayolga gilam beraman degan. Niyat qilib qo'ygan. Qoyil. Endi bir aytib ketaveraman-da, men kimdan anaqa qilgan bo'lsam. Opajon, Hammasidan. yaxshilik qilgan insonni har doim qayta aytish kerak. Da. Qayta aytish kerak, chunki boshqalarga ham bu urf bo'lsin. Bilasizmi, ko'pincha yomonlik qilgan odamlar juda ko'p aytishadi-da, menga shu odam yomonlik qilgan. Lekin yaxshilik Men ularni gapirmayman. aytish kerak emas ularni. Yomonlik qilganlar. Qaytanga ular targ'ib qilib, reklama qilish O'sha. nima kerak? Undan ko'ra yaxshi Yaxshilik insonlarni qilganlar. ko'p aytish kerak. Yo'q, mana Bergan telefoningiz o'chiq ekan lekin o'sha kun anaqa qilgan. Uni ochgan ko'rsatyapti. Yo'q, boshqa almashtirgan telefonlarni. Esicha shopir yetib, otini aytib olsak yaxshida xursand bo'ladi. Albatta. Hamma xonaga gilam berdi. Mana shu jarayonni ham biz to'laligicha qo'yamiz, olib tashlaymiz. Nimaga? Chunki biz qidirib topyaptilar hozir. Bular ham astoydil o'sha mehr va muhabbatlarini bildirib qo'ymoqchilar. Ilohim shunaqa hamma yaxshi inson bo'lsin. Bitonlarimdan boshlab o'sha noldan boshlab o'sha anaqa intervyudan keyin xalq pul yig'ib berishdi, o'z xabaringiz bor. Shu $5000 tushdi. Undan buyog'iga Alloh beraverdi. Va yana o'zingiz ham harakatingiz kuchayib ketdi, Allohga bersa shukr. Tinmayapsiz-da o'shandan buyon va o'ylaymanki, siz ham o'ziga yaxshi yo'l ochdingiz Instagram olamida. Hozir qani. Keyin shpirimni taxtalarigacha, shpirimgacha $2500 shunday inson qildi. Ha, ular ismlari kim edi? Ulug'bek ayollari Nilufar. Umrlari uzun bo'lsin. O'tgan safar Ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Qayta aytaveraman. Ya albatta, aytaverish kerak. Eshigimni ismini ham bilmayman. Mana oq eshiklar hammasini. Kimligini ham da bildirishmadi. Shunday ehson qilishdi eshiklarim. Endi derazalar Bobur Mansur komandasi, bilasizlar. Ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Darvoza bo'lmabdi-da hali. Darvoza Azimjon yangi yildan keyin olib kelib beraman dedi. Tayyor-a u narsa. Ha, Instagramga kiringlar, Azimjon darvozachi, ha? Darvozachi. Darvoza Samarqand shahrida. Zo'r darvoza qiladi. O'zi kelib kechqurun soat 11-12 da kelgan. Erinmasdan o'lchab ketdi. Xudo xolasa 3-4 kundan keyin yangi yildan darvozani qo'yadi. Mana o'sha Erkin postdagi gilam do'konidagi shopiri olmadi, o'zlarini telefoni o'chgan. Lekin biz qidirdik, harakat qildik. O'sha akamizga, Qor akamizga juda ham katta rahmat. U shuna tekinga nima qilyaptimi? Ehson qilyaptimi o'sha gilamlarni, demak, arzon sotadi. O'sha boringlar, undan boshqa u yoqda dalshi nima yo'q, postgacha. Gilam do'koni yo'q. O'sha shunday o'ng qo'lda keladimi? Bu tomondan Ippodrom tomondan chiqib keladi, o'ng qo'lda, bu tomondan katta yo'ldan postga borishda o'ng qo'lda 100 metr postga yetmasdan Erkin postiga yetmasdan. Zo'r. Mana shunaqa xullas 4 xona bo'ldi mana. Ikkita sanuzel uyni ichida. Yana nima bitta mebeli qoldi xolos. Mebeli qoldi, ha. Unga ana qurbim yetmay qoldi. Xudo xolasa u ham bo'lar. Mebelini ana shkaflari bilan-da, to'g'rimi? Ha, uni zakaz qildirdim. O'sha pullarigacha naq qildim. Pulim yo'q.
usta opa nima bo'lyapti shoshmay turing deyman mebelimni kuxniyamni o'sha Dilshod mebel yasab berdi o'shalarga zakaz qilmoqchimanda yana Chiroyli yasabdi lekin. juda chiroyli unaqa qilib yasab Chiroyli berdi yasabdi. Ana uni Amerikaga ketishyapti deganingizni o'shani qo'yib yuborasiz yaqinda. Mana men aytaylik hozir, mana Mobodaga o'rtoqlar bitta yaxshi bir fikr keldi. Bizni ko'rayotganlar orasida Amerikaga pochta olib ketamiz. Yaxshi bir qo'shni. Yo'q, pochta emas. Hozir bular Fatima opa bu gapimdan xabarlari yo'q edi, shunga hazillashyapmiz. Xullas, bizni ko'rayotgan jamiki o'sha kompaniya rahbari bo'lar yoki marketolog yoki PR bo'limini o'sha kompaniyani PR bo'limini boshliqlari bo'lishi mumkin. Qalpoq jamoasi to'liq tarkibda bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Hattoki xonandalar ham to'liq ketishi juda qiyin, chunki viza hammaga chiqmaydi. Xudo xolasa, Qalpoq jamoasi to'liq tarkibda 12-dekabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlariga uchib ketyaptilar. U yoqda juda katta taklif bilan shu dunyodagi eng topiviy Warner Brothers degan kompaniyani taklif bilan ketyaptilar va buni ustiga u yoqda bular alohida ko'rsatib olib keladilar. Ya'ni men nima demoqchiman? Aynan ushbu yerda sizlarni reklama joylaringiz kutib turibdi. Menimcha ikkita davlatda suratga olingan bunaqa jozibador joy reklama joyi har doim ham bo'lavermaydi. Men shu yerda kontaktlarni qoldiraman. Bizning marshrutimiz gapingizni bo'ldim, Chicago, Ohio, Agayo и Nyu-York. 3 ta joyda bo'lamiz. Endi ko'pchilik Nyu-Yorkda reklamasini qilishni xohlasa kerak. Tog'a parkka boramizmi? Shunga xullas biz kontakt raqamlarini qoldiramiz. Ham o'zlarining ko'rsatuvlari bo'ladi, ham balkim alohida qanaqadir reklamli roliklar olib berishlari mumkin. Balkim Instagram olamida qanaqadir hamkorlik qilishlaringiz mumkin. Xullas, har taraflama sizlar brendlaringizni yanada mashhurlashishiga ham, yanada qiziqroq bo'lishi uchun ham bularga ham bir iqtisodiy qanaqadir foydaliroq bo'lardi. Raqamlarga telefon qilinglar, cheklanmagan miqdorda yaxshi kompaniyalarning reklamalari olinadi, xudo xolasa. Shunaqa. Rahmat. Rahmat. Shu xudo xolasa uy 97% ga tayyor. Bu bilan tabriklaymiz. Tayyor, mana o'g'limiz ham tayyor uylanishga. Shu paytga kelib tayyor bo'lib qoldi. Tayyor bo'lib qoldi shu paytga kelib. Qara, yo'q ham demaydi. Endi olyapti. Qizimiz o'qishda. Assalomu alaykum. Kelolmadi o'shaning uchun. Ayajon yaxshi o'tkazing dedi. Endi u yoqdan 6 da chiqadi. Hozir nima deydi, o'qityapman. Pravaga. Bu yoqdan qatnash qiyinroq bo'lib qoldi. Endi pul yo'q-ku, mayli bo'lib qoladi. Yo'q, yaxshi niyat. O'shaning qizim o'qityapman. Buni yoshi yetmaydi hali. Yaxshi niyat bilan kelolmadi qizim. Hoji akam. Yo, shofyor ekan. Ismlarni ayting. Ashunga nima kamerachilar ham nima bo'lib qoldi? Hamidullo aka ekan, Hamidullo aka. Ha, u Endi biz Hoji aka deymizda. Ya, do'koningiz nomi nima? Alo. Do'konni? Ha. 707 gilam borda. 707. 707 gilam do'konida, to'g'rimi? O'sha Erkin postga yetmasdan 100 metr qoladi. Shunday o'ng qo'lda. 800 Da. Shu 707 gilam do'koni. Aka, rahmatimizni aytib qo'ymoqchimiz. Mana hozir kameraga tushyapti. Shu Hamidulla akaga, sizga 707 brendida ishlaydigan jamiki ishchi xodim hammasiga katta rahmat. Hozir intervyu qilayotganda yaqin kunlar ichida intervyumizni ham ko'rib qolasizlar, xudo xolasa. Intervyu TV bor-ku, Feruz Muhammad. Shu bilan gaplashyapsiz. Rahmat aka. Feruz Muhammad aka, Rahmat aka, rahmat. Salomat bo'ling. Jonlaringiz omon bo'lsin. Hozir mana maza qilib shu gilamlaringiz ustida yuribmiz. Alloh rozi bo'lsin. Qor akaga salom ayting, Hamidulla akaga sog' bo'linglar. Xo'p, rahmat. Ana, rahmatimizni aytib qo'ydik. Qo'limizdan keladigani shular. Albatta. Jonlar omon bo'lsin. 707 degan brend aka, qaranglar qay darajada astoydil harakat qildilar va niyatlari chin ekan. O'zlari qaytib chiqishdi. Yo'q, Xudoning qudratini qarang. Qachonlardir aytgan odam. Tog'a dedim, bir kun aytdim, boraylik, iltimos chiqmagan jondan umid. Desam, u odam ham shunday ketaman turgan ekan mashinada. Bir narsaga qaytdim deydi. O'sha ketayotgandim deydi. 5 minut oramizda anaqa vaqt o'tdi. Hoji akam o'zi desam, tarjayib kutib oldi. Davay deb shunday kirib ketdi. Esida ekan. Esizdami desam, esimda dedi. Kes, davay, ana odam muncha metr. Buyruq berib tashlar.
Mana olib keldik. Umrlaringizdan bo'lsanglar. Ketayotgan joyida Xudo qaytargan. Albatta, albatta. Zo'r. Chin ko'ngildan niyat qilgan ekansiz hoji aka dedim. Albatta. Yoki siz yoki ular. Men ham meniki jonliyman. To'g'ri. Hoji akam chin ko'ngildan Albatta. anaqa qilganda. Ikkita taraflama bo'lgan, Xudo xohlagan. Mana kursdoshim Ulug'bek menga televizor olib kelibdi. Sovg'a. Umrlaringizdan bo'lsin. Dilmurod LG olib keldi. Dilmurod kursdoshim mana shunaqa katta soat olib kelibdi. U uyda. Baraka topishsin. Endi nima Hali yana qilamiz? kech payt yana sovg'alar keladi, Xudo xohlasa. Ha, gapirmang. Siz sog'aysiz qanotgacha? Aldamang meni. Yo'q, yuring ko'rsam. Ketdik. Kurtkani olib chiqdingiz. Xullas, intervyuga kirib bo'lganmiz, ko'p narsalarni ko'rsatib bo'lganmiz. Bu intervyuning ichidagi bitta lavha bo'ladi, Xudo xolasa. Hozir mana Qalpoq jamoasi a'zolari, Qalpoqning eng sevimli vakilasi, men har doim ularni obrazlari bilan atayman. Har doim sohiba opa deyveraman. Aktrisa, professional aktrisa Fotima Nazarovani bugungi tug'ilgan kuniga to'g'ri kelib qoldi intervyumiz va ularni Qalpoq jamoasi a'zolari, tog'amiz birgalikda tabriklaymiz. Tortga qiziq gap yozilgan ekan. Bu g'oya muallifi kim? O'zi. Qara mana tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Sohiba tentak. Endi Fatima desa hech kim tanimaydi. Sohiba tentak desa hamma taniydi. O'shaning uchun o'zim o'tirib yozdirdim, tog'a erinmadim. Umrim bilan unaqa ish qilmaganman, 3 kun yozdim shu. 3 kun o'zim yozdim. 3 kunlik 4 ta. 3 kunlik 4. O'zi 4-8 kunlik. Achiganligi kelyapti. Bor aytmang. Yo'da bilmaydi, aytmang uni. Bugun ham tug'ilgan kuni ham shu uyga ko'chib keldi. Mana 3 kun bo'ldi uy to'yi. Sen xudoyicha sen bo'ladi. Xudo xolasa mana uyga kiramiz. Muborak bo'lsin deb. Qani ketdik bo'lsa. Qani Keyin shu jarayonda aytsangiz bo'ladi. Mana baribir Qalpoq Fotima Nazarovani sohiba qildi-da. Xalqqa tanitdi, mashhurligiga sababchi bo'ldi. Sohiba roli ilk marotaba Fotima Nazarovaga nasib etishi qanaqa bo'lgan? Sohibani men ular ko'rsatuv qilishganda shov-shuvmi degan yo nimadir ko'rsatuv qilishgan, 2 ta yo 3 ta. O'shanda sohiba sal tentak bo'lib o'ynaganida o'sha menga yoqqan edi. Keyin o'shanga yozishni boshladim. Shundan keyin sohiba bo'lib ketdi-da. Sohiba. Mana xonadoni. U 2003 2004 mana shu yillar edi menimcha. U sohiba o'shandan beri chiqadi Qalpoqda. Lekin sohiba bo'lib chiqmasdi. Aynan sohiba roli bularni kashf qildi-da. Da. Sohiba shu Qalpoq nima qilgandan keyin asosiy sohiba bo'lib chiqqandan keyin tanildi-da. Ha, to'ppa. Opchan bormi? Undan oldin ham kampirlarni o'ynagan, zo'r o'ynagan. Chiroyli o'ynagan. O'sha Ozodbek ko'rsatuvimizda kelgan paytda ham uni Farmonning onasini o'ynagan. Ha, o'sha paytda ham bormidi? Qarang, bilmaganmiz-da. Bilmaganmiz. Haqiqatan bu sohiba nima tramplin bo'libdi-da. Shunaqa. Qani yubilyar. Umringiz uzoq bo'lsin. Tabriklaymiz. Maytga bir narsa qo'yib yoqishimiz ham mumkin-da. Tinchlik kerak endi. Men hozir buni Yulduzxon deb chaqiryapman. Yulduzxon nimaga? Qo'rqaman, yuragim mazasi yo'q. Kechqurun nimalarni Qani opa? beryaptilar o'zi. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana buni bitta o'qib oling siz yaxshilab. Ha, tug'ilgan kun muborak sohiba tentak. Sohiba tentakka boramanmi? Qiz bola-da. Qiz bola-da u. Qiz bola. Muborak bo'lsin. O, tushib ketmasin hozir. Menga boshqa 4 ko'rsatuvdingiz. Bu 8 kun ishledim buni. Eng arzoni bozorda 1 oydan beri o'tmayapti ekan. O'tmay turgan ekan, men o'zim oldim oxiri. Siz bilaman. Ikkita pas bo'lsa, bittasi o'zim. Qani Ya, bemalol hali biz yana boshqatdan kirib, boshqatdan nimadir ish qilamiz. Bemalol shu jarayonni tarixga muhrlaylik dedik. bu inson bizni ko'rsatuvda singilda. Ha, o'zi hayotda opa. Hayotda opa ko'rsatuvda singil. Singlimiz bor bitta.
75 yil qiz bola. 75 yil qiz bola. Hali ham qiz bolali. Hali ham qiz bola. Hali Ikkita ham- bolasi bor lekin qiz bola. Hali- Hali chiqmagan hali. Hali ham aytdim-da, men o'zim ham ko'pincha Sohib opa deyaveraman-da, ana keyin Fatma Nazarova deb o'zi ko'nglingizga kelmaydi-ku, to'g'rimi? Yo'q, Bu qaytanga o'sha obrazi nomi bilan atalish ham ko'p odamga nasib etmaydi-da. Misol uchun bu tarixda ham juda ko'p aktyorlarimiz yo'q. Bo'lsa bir 10 tachadir, qo'l bilan sanoqli. Ya'niki o'zini ismi qolib, obrazi bilan atalgan. Kamdan kam insonlarga, kamdan kam aktyor, aktrisalarga nasib etadi. Opalarimni ham olinglar. Ya hozir kiramiz, alohida kiramiz. Ha. Bu yoqda ham. Ha, keling. Bemalol. Yo'q. Mana bu yoq Opani ham Fotima sen opachalar. Lekin bu yoq yonidagi Assalomu alaykum. yomon o'xshab olar-ekan Potiga. Zuhrasi ham bor. 7 ta qiz bular. 7 ta, 8 tami? Voy. Hozir hammalari kelishganmi? 8 ta qiz, nechta o'g'il? Eng kattasi bilan eng kichkinasi qolibdi u yoqda. 2 ta o'g'il yo bittami? Bitta o'g'il. Bitta o'g'il. Oxir o'g'il a. Vah, qara 8 ta Assalomu qizdan alaykum. keyin o'g'il ko'rish uchun harakat qilgan ekanlar tog'a ham. Keling opa. Qassob bo'lganlar. Ana. O'zi bizlarda shunaqa-ku. Assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Omonmisizlar? Rahmat. Bir xil ko'ylak tiktirmoqchisiz-da. Endi siz tug'ilgan kuningiz, siz uyingizda bular shunaqa bo'lish kerakmi endi? Chiroyli ko'ylaklarni qarang. Ular ko'ylak. 5, 6, ikkitasi qolibdi. Juda bir yaxshi kunga Zuhrasi, Potining Zuhrasi. Bular eng kattamiz. O'rtadagilar keldi. Zuhra qolibdi. Zuhra kelmabdi. Zuhra kelganda yaxshi edi. Shunaqa. Bu hozir qanaqa osh bo'lyapti shunda? Xo'p, Aytmadim. savolingizga javob. Mana oshingiz. O'zi aslida ko'pchilik rioya qilmaydigan bir qonuni bor oshda. Aslida oshga deyman, 7 xil narsadan ortiq narsa solinishi kerak emas. No'xat soladi, mayiz soladi, zira soladi, ular o'zi yo'q narsalar aslida. U haligi bezakka o'xshagan narsa-da, qo'shimcha. Ya'ni masalan, qoshi kamroq qizlar qoshini chiroyli qilib bo'yab oladi, ko'zi kamroq bo'lsa ko'zini bo'yab, o'shanga o'xshagan narsa. Haqiqiy oshda 7 ta narsa: yog', piyoz, go'sht, sabzi, guruch, suv, tuz. Bo'ldi, boshqa hech narsa solish kerak. Bu shunaqa osh. Yo, shunaqa qanaqadir yozilgan qonuniyati bormi? Bor, yo bu o'zi bor bu. Keyin qo'shilib ketgan. Birov no'xat, keyin no'xat qo'shgan birov. Bu o'zi qonuniyatida asli qadimda bu nima uchun o'ylab topilgan taom desangiz, mana karvonlar o'sha 700-800 yil oldinga borsa, Amir Temur payti deysizmi, undan oldin deysizmi? Karvonda yuradi-ku, mana biz bu yerga hozir yarim soatga yetib keldik-a. Masjidga karvon yetib kelish uchun necha soat yuradi yoki sal uzoqroq bo'lsa kunlab yuradi. Shunda mana shu taomni o'ylab topishgan. Bu aynimaydi. Buzilmaydi. Chunki buning ichida pomidor yo'q, tomat yo'q, nima yo'q, aynitadigan narsasi yo'q-da. Kulganlar kulgan keldi. Yo'q. Amir Temur o'zi oxirgi payt P harfini ham ayta olmaydigan bo'ldi. va eng Pomidor to'q tutadigan osh ekan Amir Temur faqat osh qildirgan ekan. Uni ustiga bu askarlariga bir haftagacha buzilmaydi-da. Gap shunda, buzilmaydi. Boshqa har qanday taom ham ayniydi. Masalan, sabzi bo'lsa aynib qoladi, ichida nimasi borligi uchun. Bu qanaqadir shunaqaki, qadimdan eng kuchli va eng to'q tutadigan, Rahmon allakam aytganlaridek va uzoq saqlanadi, buzilmaydi. Muzlatgich bo'lishi shart emas. U paytlarda bo'lmagan ham u. Xullas kalom, hozir men tuzini ko'rib yana gapimda davom etaman. Bugun Fotima o'rtog'imni kursdoshimiz. 96-yili mana bahorda 30 yillik qilamiz degan niyatimiz bor, Xudo xolisa. 30 yil bo'ladi bitirganimizga o'qishni. 30 yil. Bitirganimizga. Institutni. Institut bitirganimizga. O'qishganimiz bilan qo'shsangiz 5 yil, 35 yil bo'lyapti. Bu siz u ana nima o'ynaydigan roli sohiba, ularga bu diplom spektaklida Laylini o'ynagan. Layli va Majnunda Laylini o'ynagan. Buni musiqal drama bo'limidagi qizlar agar sizni ko'rsatuvingizni ko'rsa deb qoladi. Chunki Laylini o'ynash uchun qanchalik mahorat va qanchalik ovoz bo'lishi kerak. Hammasi bu kishimda bo'lgan. Hozir ham bor, lekin hozir Laylini o'ynamayapti. Sohiban o'ynayapti. Ayo, Sohibadan foyda bo'lyapti. ko'p rejissyorlardan eshitganman sizni juda mahoratli ekanligingizni. Mana hozir o'z yo'liga juda o'sha uncha aktrisa uni oldiga tushadigan holatda emas edi. Juda mahoratli edi. Ovozdan ham Ovoz ayniqsa. Juda mahoratli deyishadi. Shunday. Biz 5 yil birga o'qiganmiz. Shuning uchun mana bugun Xudo xolisa shuni yaxshi kunida
ishtirok etish va oshini bu har bir gapga farishta omin deydi-da. Biz kursdoshlar anchadan beri bir manikida, bir munikida to'planib turamiz. O'shanda xudo xolisa joy bo'ldi, Rahmonal akam jonlardan qo'shni bo'ldim, yordam qilyaptilar, u deb gapirib qolganda, xudo xolisa o'sha uyga ko'chib chiqqanda oshini o'zim damlayman deb og'zimizdan chiqib ketgan. O'zing qilib berasan oshni. Men o'zimiz o'tirsak ham oshni men qilaman-da. Unikida o'tirsak ham, munikida o'tirsak ham, manikida o'tirsak boshqa joyda ham. Manikida osh qilib berasan holimda dedi, qara, Fatih. Bugun mana Allohni yaxshi niyat qilib yurish kerak. Ha, yaxshi niyat qilsang, farishta omin deydi har bir gapga degani shu ekan. Mana bugun xudo xolisa oshni damlaymiz, birgalashib, nasib qilganini yeymiz. Bo'ldi, siz ishingizni davom ettiravering, biz ham ishimizni davom ettiraylik. Hozir men guruch solganimda yana bir kerak. Bo'ladi, ha, bo'ladi. Solaman. Sal suv ko'p. Meni ulkan sovg'alar kutmoqda. Bo'ldi. Bormi, rostmi, yo'qmi deb ko'rib kelaydi. Bor, sovg'a bor. Guruch solganimda chaqiradi. Sovg'a kelibdi-ku. Sovg'a. Hozirgi xolodilniga bitta ish bor. Men ishonmayapman-da. Bantigi yo'q ekan ko'zim baylashga. Ochaymi yo'qmi? Yo'q, ochmang, yuring. Qaqa. Yuravering, to'g'riga. Dumalab ketma. Ya buni uchun yuvalasang arziydi. To'g'riga. Nima ekan? Qo'limda ana Rostdan kutmagan ekanlar. Bu hozir endi to'g'ri, hazil plus chim bo'lyapti, lekin kutmagan ekanlar. Yuravering. Qarayapman lekin. Yuravering. Yuravering, xotiramang. Men mabodoga yiqilsangiz aytaman. Ha, yiqilmoqchi bo'lsangiz demoqchiman. Boshim urib olmayman? Yo'q, bo'ladi mana. Ko'zni oching. Taxmin qilaymi yo'q? Yo'q, ochavering ko'zni bemalol. Voy voy. Rostdan menga mana shu. Ha, shu ikkalasi ham sizga. Ha. Endi Valna kompaniyasiga iltimos qildim. Ortiqcha ham nima qilib o'tirmadim. Mana shunaqa Muhammad Rasul aka, ha. Ko'rganmisiz shu intervyumizni dedim. Ko'rganman dedilar. Shunaqa, qarang, buni qarangki, muzlatgichim bilan kir mashinam yo'q dedilar. Shu ozroq shu kemtik joylar bor ekan desam, bo'ldi, biz yez qilib beramiz. Tanlang, xohlagan dedilar. Men o'zimnikidan ham zo'r mana bu. O'zingizdan ko'rasiz, bu juda zo'r, ikkita nimalik. Mana hozir bo'yi ham bizning bo'yimizdan ancha baland. O'z bunaqa nimada ham ko'rinyapti. Hozir ochgan paytda bular ustiga qo'yib yuboramiz va kir mashina qarang. Shu qadar ana baxtingiz butunki, umringiz uzun bo'lsa ilohim, o'zi 8 talik nima qiluvdik. Endi 8 talik nisbatan arzonroq bo'lar-ku. Keyin bu xolodilnikka tushadigan rang yo'q ekan, keyin 10 talik nima qildik. O'sha bemalol ana tog'a hazillashuvdilar. Bemalol odam kirib chiqsa ham yuvinib chiqsa bo'lar ekan mashinaning ichidan. Shunaqa qilib. Voy rahmat, hammaga rahmat. Kattakon rahmat aytib qolaman. Muhammad Rasul aka, umuman brend rahbariyati, ishchilari hammasiga men 6 oydan buyon ishlatyapman. Tiq etmasdan shu maza qilib ishlayapti. Maslahat beraman hammaga. Mana siz o'zingiz ham xudo xolasa faqat aytdimki, bir kundan keyin qo'shish kerak, uni foydasi bo'yicha. Chunki yo'lda keladi, boshqa bo'ladi. 24 soatdan keyin yoqaverasiz bemalol, xudo xolasa. Xudo xolasa. Voy rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Joningiz omon bo'lsin. Faqat yaxshilikka, yaxshi kunlarga buyursin ilohim. Amin. Allohu akbar. Shunaqa. Ana Poti. Alloh chevar, Alloh mehribon. Bor. Endi ichini to'ldirib qo'ygan. Men bir qornim och. Men 5 kun bo'ldi-da kelganigada opachalar bilan har kun ovqat qilyapti. Meni xotinim kelmayotganligini, yo'qligini biladi. Ovqat qilmayman. Bir ko'z olib chiqib bermadi ya. Между прочим, To'xtaxon bilan bir kunda, bir yilda tug'ilganmiz. Bilan xotinni ham tug'ilgan kuni bugun. Tug'ilgan kuni. To'xtaxon, tabriklayman sizni ham. Umringiz uzoq bo'lsin. Tog'ajonim bilan qo'sha qaring. Bolalaringiz rohatini ko'ring. Mana yoqqa chiqib ikkalamiz birga qilaverardik, ketib qolibsiz shaharga. Gapni boshqa tomonga aylantirgan. Bir ko'z ovqat olib chiqib bermadi. Odam gapiriga shunaqa bo'ladi. Boshqa joyga olib ketdingiz, to'g'ri gapmi? To'xtaxonga bo'laman, to'xtasin. Tug'ilgan kuni rostdan ikkalasi bir kunda. Umrlar uzun bo'lsin, umrlar uzun bo'lsin. Rahmat, ilohim. Ancha kasalchiliklarni boshdan o'tkazdilar, bilaman, xabarim bor. Umrlar uzun bo'lsin, hech qachon kasal bo'lmasinlar ilohim. Sizni baxtingizga sog' salomat bo'lsinlar har doim, hamisha nabiralar baxtiga. Nimaga ovqat olib chiqib beradi? Amerikada ovqat qilib beraman. Xudo xolasa. Yaxshi bo'lsin. Shu endi bu yoqda ichkarida davom ettiramiz. Zo'r gap yo'q. Umringiz bo'lsin. Ketdik. O'zim men singillaringizni boshida ijod yo'lini tanlayman deganda sizlar fikrlaringiz qanaqa bo'lgan? Biz umuman bizda unday fikr bildirish. Bizda otam yo'l bergan. Otam nima desa shu bo'lgan. Og'zidan chiqqan gap. Bor qizim dedi. Bir marta gapirgan, otam boshqa qaytib gapirmagan. Qo'yla. Oilada tarbiya qanaqa bo'lgan? Ana shu bitta gapga Bitta gap. bizga ko'zi bilan qarardi. Bo'ldi. Ya so'kinsa achchiq kelsa uying bug'doylarni to'lg'irlar desa aytardim. Nima otam uying bug'doydan to'lg'irlar? Yosh bo'lganmiz-ku.
Qarang qancha chiroyli gapni gapirgan, so'kingani shu bo'lgan otamni bizga. Eng qo'pol gapi ana qirg'inin kelgan 46. Otam baribir ajoyib odam edi. Biz bilan dugona edi. Nima deydi, bir ishga borib kelsa 8 ta ko'ylak bir xil olib kelardi. Zuhra ko'proq nima deb yaxshisini tanlab olardi, ikkoviga olib kelganda bunga bitta ranglarimdayroq so'lg'inliklarini senga deb otib yuborardi. Hozir ham shunday iloji boricha bu hamisha shu og'ir tabiat. Bu Fatima shunchalik sohiba bo'lib ketadi deb hayolimizga ham kelmasdi. Og'irda biz bilan ham gurung qilmaydi joyi kelsa. Hozir o'tiraveringlar, bircha uxlab olay deb Toshkentdan borsa ham kirib ketadi. Xohlasa keladi, xohlamasa kelmaydi oldimizga. O'zimiz Fatimani ko'rishga boramiz. Shunday xursand bu. Toshkentdan keldi deb. Mana shunday guringlar. Fatima og'ir tabiat, postoyanno shu yoshligidan shunday. Zuhra bo'lsa ham hammamizga aka, ham ota, ham uka, ana shunday. U qiladi ham og'zidan chiqqandan bu ham shunday. Lekin u ko'proq erkaklarga o'xshab muloqotda bo'ladi. Mas'uliyatliroq. Mas'uliyatni yukini hammasini bo'yniga. Ko'proq maslahatni ham bu opamdan so'raymiz. Eng kattangizlar bu. Yo'q. Bundan kattasi qoldi-ku uyda. Eng kattalari qolgan va eng kichkinalar. Ular nimaga kelmadilar? Shu kichkinaniki ham Zuhra tug'ilgan kuni-ku Zuhrani. O'shanga ketish. To'g'ri. Uni ham kasbdoshlari keladi-da. Shunday. Buni qarang, men esimda yo'q. Qatnashib bo'lgani uchun Birinchi marta bunga Toshkentga kelgandan beri birinchi marta nishonlayapmiz tug'ilgan. Har yil Zuhranikida nishonlaymiz. Qarang. Bu yil menikiga kelishdi. 35 yildan buyon birinchi marotaba tug'ilgan kuni nishonlanadi. Toshkentda demoqchi. Toshkentda. Undan avval borsangiz borgansiz, bo'lmasa bormagan. Yo'q, borsa ham to'g'ri kelmagan. Yangi yil oldi bo'lgan-ku. To'g'ri kelmagan hech ham. Xo'p, qarang, bu kun o'zi aslida juda ko'p yaxshi sabablar bo'lgan kun ekan-da. Allohga shukr. O'tgan yil opam shu yil kelayotgan mana shu yilda oxiri-ku bular tug'ilgan kuni. To'g'ri. Hammang eshit. Zuhrani tug'ilgan kuni bilan nima qilmaymiz, tabriklaymiz, lekin Fatimaniki ketamiz hammamiz. Xudo shunchalik og'ziga solgan ekan. Nima deydi, shunchalik chiroyli qildiki bizga shu yo'lda. Mana uyini ham birdaniga bizga nima bo'ldi, mana uyini ko'rdik, yangi uyini. U yoqda baribir nimada turardi ular. Sharoit uncha yo'q uchun kelmasdik-ku. Shunaqa. Kelardik, bitta kelardik. To'ppa-to'g'ri. O'zi hamma kelsa u yoqda bilmayman. Ko'proq bu. Eng ko'pi 8 kishi yotganmiz-da. Xo'y, qarang, o'sha xona 8 kishi. Ko'ngil kengil bo'lishi kerak. Ko'ngil kengil bo'lishi kerak, haqiqatan. 8 kishi yoz bo'lsa-ku 12-15 kishi ham bo'laveradi, balkonim borda. Qaysing bolalaring bilan spalniyda birga yotasan, xotin bitta xonada dedi. Hozir bu bitta xonadan iborat. Bitta xonada. Boshqa umuman xonasi yo'q. Yaqinda ham avgust oyida ham mehmon qildi bizda. 5 kishi mehmon bo'ldik. O'zlari uchovku. To'g'ri. Balkonda yotdim. Balkonda yotdik. Allohim. Hozir remont yaxshi bo'lganmi yo o'shandaymi? Yaxshi. Bizda borgandan keyingi holat yaxshi. O'zgardi. O'zgardi. Yaqinda yana kraska qildi. Yaxshi. U yoqda ham gashti bor. Albatta. Sizga shuncha yil boshpana bo'ldi. Uni bari sog'inasan. Albatta. Men o'tgan yil 9 kun turdimmi? 9 kun turib ketdim. Shuncha. U yoqda ham gashti bor. Bolalarni katta qilish eng osoni yotoqxona ekan. Ishonib tashab ketaverar ekansiz. To'g'ri. Unisi bo'lsa bunisi qarab turar ekan. Ovqatlaringiz bemalol tashab ketadi. Shunaqa. Ana yo'q ekangiz nash deydi-da, o'chirib qo'yadi. Shunaqa. Zo'r ekan. Men aytib berdim-ku, sizlarga shunday zinadan o'sha intervyuni olib zinadan tushyapman-da. O'sha intervyu ko'rganmisizlar yo'qmi o'sha? Shuni pastga tushyapman. Yoshroq oila kelib qoldi-da. Feruzbek yaxshimisizlar? Nimaga shu opa bilan intervyu opaga o'zlari ham bo'lsa o'sha yoqda turibdi. O'zlarida ham shu qiyinchiliklar bor yoki boshlangan, boshqa qilgan. Opa ko'p qiynaldi, opaga yordam qiling deyapti-da yoki menga men nimadir demayapti. Opaga yordam qiling deyapti. Men aytayapman, o'zi sizni hurmat qilishar ekan-da u yoqda. Yo'q, bitta bajona deydi. Fatimani bitta odati bor edi. Men 26 kunlab ham turib ketganman vaqtida, bolalarim shu yerda bo'lgan, ishda bo'lgan. Keyin bitta qo'shnisi kelardi. Fatima, bir piyola shakar ber. Olib ketaylar, olib ket. Fatima,
tuz beribdi. Bir-birimizdan olamizda. Bunday qil derdi. Men ham so'rayman. Derdimda. Hamma narsa bir-biri bilan keyin aytganingizdek bir-birining eshigini yopib qo'yib, yo biron joyga ketsa bir-birini xabar olib shunday qilardi. Срочный bozorga ketadigan qolsa, bolasi uxlab yotgan bo'lsa, aytib ketmasa ham yig'lab qolsa, yugurib borib bolasiga qaraymiz, eshikni ochamiz. Cho'ta ko'p yig'lab qoldi shu. Tinchlikmikan deb ochib qaraymiz. Shunaqa kunlar bir-birimiz bolalarimiz xursand bo'ldim shu bugun. Shuncha o'rtoq orttiribdi, yaxshi odamlar bilan do'st bo'ldi. Allohga shukr. Shunchalar xursand bo'ldim. Mana hammasi qanchalik hurmat qilib keldi. Boringizga shukr. Feruz Muhammad duo qilinglar, tog'ani. Sharoitlarga yaratib bergan insonlarga keyin mana nima deydi, O'zbekiston xalqimizni Rossiyada ishlab yurgan O'zbekistondagi O'zbekistonliklar, musofir yurtdagilar hammasi sizni nimangiz xizmatingiz bilan buni hammasi. Sizni ancha hissangiz bor bunda. Albatta, ancha emas. Rahmat. Yo'q, endi umuman aytaman-da. Barakat toping. Kimdir nimadir yordam berdi, kimdir yana Xudo rozi bo'lsin hammadan shuncha. Xudo rozi bo'lsin har shu bittalaringizdan. musofir yurtlarda shunchalik hurmatga sazovorligidan ko'zim quvondi. Albatta. Ichimdan ko'zim quvondi. Men aytaman, ey Xudo, masalan qishloqda o'tirib shunchalik mehribon emas insonlarda. Shunday, to'g'ri. Shu yerda bir musofir bir-birlaringizga qayerlardan kelgan insonsizlarda. Rahmat. Men bitta ham qiynalganman uy qurib. Hozir ham aytdilar. Tog'aga ham Tog'a, barakat topsin. Alloh rozi bo'lsin tog'adan. Shunday telefon qilaman, tog'a. Ana u ekan, mana ekan. Sen hech qachon jonga tegding Fatih. Kerak bo'lsa kelib qara, o'zing ustanga ham qara, g'ishingni o'zing olib kel dema. Bo'ldi, shart telefon qilib g'ishlarni gaplashib hammasidan Tolib ikkalasi tog'a qildi, men kelganim yo'q. To'lni ishonib qo'ydim. Hammasini o'zi qildi. Boshida turdi. Yaxshi insonsiz. Hammamiz bilamiz yaxshi insonligingizni. Hali ham aytdim-da, misol o'sha borgan birinchi intervyumizda ham u gaplarni har kuni ham biz ham eshitib yurgan gaplar emas-da u gaplar. Bu gaplar hammasi qiyinchilik, dard, hasrat, insonning ichidagi talanti hammasi bir bo'lib jipslashsagina bunaqa gaplar chiqadi. Misol men ortiqcha yo'da savol ham bermaganman. Shunchaki tinglovchi bo'lganman xolos va shuncha gaplar o'zi har minutda gapirganda bitta ho'ngrab yig'laydigan gaplarda bular hech qaysida yig'lamadilar. Shu uy masalasida ham, bo'lmagani ham, u ham, bu ham, ishxonadagi nohaqliklar u hech qaysida indamadilar-da. Shu ota temasiga kelganda ko'zlaridan yosh chiqqanda men aytganman, shu qadar irodali ayol ekanki, birorta masalada hech narsa demadilar. Hozir ham qayta ko'rishlaringiz mumkin. Ha, shu bo'lmadi. Shunaqa ekan. Biroz kech bo'ldi menimcha endi degan gaplar bo'ldi, lekin bir yig'i qilib, boshqa qilib irodali ayol ekan. Haqiqatan ham irodali insonlar va shu ota temasida shu ulgurib nima shu institutda birinchi kursida. Shunaqa. Otam ulgura olmadi. Yetib bora olmadim degan. Otajonday odam bormidi? Do'st edi bizga otamiz. Shunaqa. Hozir mana sizlar aytyapsizlar, endi yanada ularni tasavvurimda gavdalantiryapman. Qanaqa inson bo'lganligini. Biz uchun bir olpomushday Shunaqa turardik-da, otam yotardi-da. Endi nima deb chiroyli qilib aytolmayman, yo'qmi? Bunday xaroq qilardik otalar. Qator turardi bitta. Navbatim mening navbatim. Oyog'im bunday qilib uchirardi. Haroq qolardi. Samolyot deydi o'zi. Biz haroq deymiz-da, biz demas edik. Shunday otam qisib olardi, olardi kelsa mana shu yordam deb oyog'ini orasiga bizni bittamiz o'ynab qolardi, keyin yordam deb yordamga chaqirardik. Necha yoshlarda olamdan 67. 6 yosh ketdi. 90 qarang, Feruzjon. Mana shu o'g'lim tug'ilganda otam bu 8 oylik chaqaloq edi. Feruzjon, shu otamni yosh o'ldi deb hisoblamabman-da. Otam bir mo'ylovlar qo'ygan, baland bo'yli, bir sizga o'xshab beqasam to'n kiyib yurardi-da. Hozirgi boboylarim, meni xo'jayinim 74 yoshda. Bular hozirgi davrning nimasimi yoki bilmayman, yosh ko'rinadi. Otamlar shu payt
chol ko'ringanda ko'zimizga. Siz yosh bo'lgansizda chunki. Endi o'ylasam, otam juda yosh o'tgan ekanda. Afsuslanaman lekin. Kasal bo'lmadi, yurib shunday oyog'ida yurib ketayotgan joyida Alloh jonatini nima qilgan. Kasblar nima bo'lgandi? Qassob. Qassob bo'lgan. Otam Toshkentda ham o'qigan. Ha, yo'q. Narxozdami? o'qigan. Narxozdami? Agronomniki. Fatima Dushanbeda. Toshkentda. Dushanbeda o'qigan Shuchib bobo bor-ku, prezident bo'lgan, keyin Toshkentga ko'chirib yuborgan institutni. Institut bo'lgan-ku oldin, hozir universitet, oldin institut bo'lgan. Otam 1 yil bilimli bo'lganda otam. Keyin brigadir bo'lib ishlab ketgan. Birinchi kursni tugatgandan keyin magazinchi bo'lgan. Undan berga kelib dalada suvchi bo'lib ishladi. Undan keyin qassob bo'lib ketdi. Shu bilan qassob oti bilan tanilgan. Qabul qassob dedi. Qassob deb gapirardi. Qassobda qizlari deydi hozir ham bizda. Otajonim aytardi, mening 8 ta o'g'lim bor deydi-da. Keyin bir kun savol berdim. Shunday yosh edim, baribir turmushga chiqmaganman. Ota, nima uchun sizning 8 ta o'g'lingiz bo'ladi? Ey qizim, har bittangni turmushga beraman men. Keyin mening 8 ta o'g'lim bo'ladi. Unda ukam tug'ilgan yo'q-da. Shunday deyirdi. Mening 8 ta o'g'lim bor deyirdi-da. Haqiqatan ham kuyovlarni yaxshi ko'rardi otam. Shunchalar yaxshi ko'rardi, hurmat qilardi. Kuyovlar ham hurmat qilardi. O'g'ilday bo'lib. Mana shunaqa. Dunyo shunday ekan. Enajonim faqat pishirgan, kuydirgan, yedirgan. Hayoti shu bilan o'tib ketdi. Yedirgan, ichirgan. Otam o'rtoqlarini chaqirib kelib soat 3 da ham osh qil desa osh qilardi. 2 da turib hech qachon nolimagan. Hech qachon nolimagan otamdan. Odam yetaklab kelasan yarim kechasi ham demagan. Hozirgilar chidolmaymiz-ku. Enam hech qachon nastab turardi otam ish buyursa. O'sha Fatima opa qiynalib yurgan vaqtlarda ko'ngillarida nimalar o'tgan? Bilmasam, qarang, bizlar ham yosh bo'lgan. Bizga aytmagan. Bizlar ham yosh bo'lgan. Qiyinchiligimiz biz opa singil bo'lgan bir-birimizga qiynalganimizni aytmaymiz. Yaxshi gapimizni aytamiz. Qiyinchilikda aytmaymiz hech qaysimiz bir-birimizga. Meni xo'jayim lekin o'qishdan Men borsa, qiynaldim desam, bu ham poyezga chiqarardi. Yo'q, gap bo'lishi mumkin. Qoyil. Haqiqatan tarbiya yaxshi berilganda. Hozir misol eshitib turib, hozir alamahal bo'lib ketdi-ku, kechqurun to'xtatgim kelmayapti-da. Misol uchun haqiqatan tarbiya to'g'ri berilganda. Haqiqatan hozir bir-birlariga aytmaganlarni nima, bir-birini qovurgani qoladi xolos-da. Shunday. Misol ham keyin baribir ayol kishining qo'lidan ko'p narsa kelmaydi. Baribir qiynaladi, yana qiynaladi. Misol uchun nima, o'zidan orttirib turib, oilasidan, eridan nimadir qilishini baribir bizda ham ammalarimiz bor, xolalarimiz bor. Buni to'g'ri tushunamiz. Ayol kishiga qiyin narsa. Shunday. Lekin biz xo'jayim bilan Toshkentga ko'rgani ham kelganmiz izidan. Studentlik paytida. Meni o'zim xo'jayinim otam bilan qaynonam amakilar bo'lgan. Ikki aka-ukaning bolasi bo'lgan, qarindosh bo'lgan. Shunchalar ukamni yaxshi ko'rardi hozir hamda. Tog'amning izdoshi deydi. Shunchalar maqtaydi otamni ham. Bilmayman. O'zi yolg'iz bitta o'g'il meni xo'jayinim. Hammasini yaxshi ko'radi. Singlim deb qabul qilgan. Har bittasini yaxshi ko'radi. Fatmadan faxrlanib yotardi-da. Shunchalar mana shu yoqda o'rin olib beribdi. Shuncha nimalarga chiqayapti. Malades Fatma deydi. O'ziga ham telefon qilsa malades deydi. Uyda ham bolalarim aytadi, mana ko'rdilaringmi? Qayerda qanday joy olgan? Qiyinchilik bilan joy oldi. Shunday. Lekin biron marta Fatima bizga dardini aytmagan. Aytmagan. Biron marta men shunday qiynaldim. Menga shu narsa yetmayapti demagan. Qo'ldan kelgancha Xudoga onada kasal bo'lib qolganimda haytlapam. Vahima bo'ldi-da. Qara. Bir vahima kasal bo'ldim dedi. Shunda. Farzandlarim. 1 oymi, 3 oymi qancha qaradingiz? Vasiyat qilib qoldirgan. Vasiyat qilaman. Kimlarga? Menga o'g'limni ber. Bu katta qildi-da o'g'limni ikkalasi. Sizga o'g'illarni bergan. Men o'g'limni beraman dedim, Zuhraga qizimni beraman dedim. Ularga. O'sha xastaligingizda ham shu fikrlar ko'p o'tgan bo'lsa kerak. Shu yerdami deysiz xasta bo'lgan? Bu yerdan ketib qoldim. Bo'ldi, men ketaman. Endi yashamayman Toshkentda. O'laman. Surxondaryoga ketdingiz. O'sha yerda o'laman. Bolalarimni vasiyat qilishim kerak. Ana shu fikrda edim-da.
shunaqa ketib borganman. Bir oy opam qaratdi-da. Endi esimga keldi o'sha vasiyat qilib u vahima kasal o'laman deb o'ylab yotib qolgan. O'sha kasal yotgan opam qaratdi. Eslaysanmi menga aytgan gapingni? Nima dedi? Mabodo menga biron narsa bo'lib qolsa, bolalarimga aytma, meni jinnixonaga, Kaptarxona degan joyimiz bor-da, nima bo'lgan bilmayman-da men. Vahimada. Shunday og'zim ochilib, nimaga uni shunday joyga topshirishimiz kerak? Biz uchun shu ko'rgan Fatimamiz-da. Hech qachon biz kasal bo'ladi. Nechanchi yillar o'zi? Shu 5-6 yil oldin. 11-yilda, 11-yil. Menimcha 3 yoshdanmiz. Keyin chaqirib oldim, qo'rqdim. Chaqirib oldim, keyin bu yoqqa dedi. Ha, bu yoqda paytlarda aytgan. Telefonda aytganlar. Keyin chaqirib oldim, kecha dedim, Uchqizilga keldi. Keyin opam, eng katta opam bilan buni bitta baribir bor narsa-da bu. Bitta eskichilikka bitta ishonmi, mullami nima bo'lsa olib borib o'qitdik. Bu keyin shunday chiqdi-da, ha dedi, Yosin surasini o'qidi dedi. Nimani o'qisa ham shu ixlos qilish kerak dedim men. Nima bo'lsa ham ixlos qilgin sen dedim. Meni pulim ham yo'q, bunim ham yo'q, bora olmayman dedi-da. Keyin nima bo'lsa ham bizni oldimizga kelsen deb. Keyin shundan keyin hech unday nima aytmay ketdi. Endi o'zi ham davolandi, rossa davolandi. Shuni aytganlar edi narsa. Shu. Bizga jalbi qilmagan. Shu. Endi hammamizning ko'nglimiz tinch. Vatanga shukr, uyi bor. O'g'li katta bo'ldi, qizi katta bo'ldi. Atrofida yaxshilar bor ekan. Do'stlar bor mana shuncha. Boringizga shukr. Sizdan shunchalar xursandmiz. Rahmat. Mana oila davrasida ham ota-onangizga rahmat. Opam mashina boshlaydi. Biz artistimiz. Birinchi joyga o'tiramiz. Keyin bu yo'q. Bulardan yaxshi aytadi bu. Aslida qo'shiqchi bo'lar ekan. Bulardan yaxshi aytadi. Fatima Zuhradan yaxshi aytadi, to'g'risida. Otam ruxsat bermagan. Oddiy g'o'zapayani olardi-da, baxsh aytardi. Bizda ota tomonda shunchalar aytar edi baxshini. O'zi ham eshitgan baxshi. Shunaqa. Ulardan o'tgan ekan. Otamdan o'tgan. Plastinkasini qo'yib beradi. Bular yoshlik paytida ola halak hakkalarmi nima? Alaqanat hakkalar. Shunday qo'shiq bor edi. Qo'shiq bilan ta'minlandi. Shu ukalar shunday to'yga stolga chiqardi. Temir chiqarib qo'yishardi. Kichkina edikda chiqarib turib aytardi. Hamma qiziqardi. Butun to'yxona qistirardi. Zo'r paytlar ekan-a? Shu kichkinaligimizdan bir tap. Shu. Biznes qilganmiz. Birinchi, ikkinchi sinflarda. Otam to'y bo'lsa men qizamashlar aytadi derdi, chiqarib qo'yardi taxtani ustiga, partani ustiga. Tomirimiz chiqib ashula aytardi mana yerimizdan. Keyin rosa qistir bo'lardi. Zo'r paytlar haqiqatdan. Xudoga ming qalla shukr, borlaringga shukr. Zuhra biz borsak pechkaning ustiga chiqib olardi. Xo'jayin bilan borsak pechkaning ustiga shuni aytardi, tomirlar chiqib ketardi. Shunday. Kattakon rahmat sizlarga. Umringiz uzun bo'lsin, charchamaysiz, Alloh maratkor bo'lsin. Barakat toping. Rahmat. Operatorlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Oilalaringga borlaringga shukr. Rahmat ukalar sizlarga ham borlaringga. Rahmat. Turguncha turing. Salomat bo'linglar, xursand bo'ldim. Bunaqa samimiy muhit har doim ham bo'lavermaydi-da. Har doim ham bo'laveradi. Surxondaryoga baza qildik. Ha, Xudo xolasa, nasib. Xudo xolasa. Yashang boringizga kutib olamiz sizlarni. Rahmat. Inshaalloh. Fatimani shunchalar bolalaringizning rohatini bo'lishiga siz sababchisiz. Rahmat kattaga. Rahmat. Nima deydi, bir kun Yulduz Usmonova bilan siz intervyu oldingiz. Meni singlimam dedim, intervyu berganman shu kishiga deyman-da. Biz uchun nima deydi, har bir yaxshi ko'rar ekan. Opam ham yaxshi ko'radi Yulduz Usmonova. Sizlar yaxshi. Juda yaxshi. Zuhra singlimam. Hamma nimasida Yulduz Usmonovaning nimasi bor. O'zini profil deydimi, nimasiga qo'yib qo'yibdi rasmini. Borlaringga shukr. Sizni gapingizni ham Yulduz Usmonova qo'ygan ekan. Legenda-da. Shunday, xuddi shunaqa. Rahmat, salomat bo'linglar. Bitta rasmga o'chamiz. Rasmga o'chamiz. Rahmat kattaga. Kamila lola qani? Keladimi? Kelinglar. Xush kelibsizlar. Syomkaga chetda qatnaysizmi? Ha, xudo xolis. Nima bo'pti? Uchib boraman. Ketdi, kiringlar. Ha. Shahar qani? Keyin zo'r-zo'rlarga ko'chasiz. Mazza, hali yozda kelasiz syomkaga. Bemalol syomka qilaverasizlar. Assalomu alaykum.
Hala Bobur Mansur, Derazalar vahshiy zo'r ekan. Bobur muxlislari. Bobur deydi. Aka. Ha, ko'rishinglar. Ko'rish. Katta o'g'lim sizning muxlisingizmi? Ana. Mushik. Qaysi baylar yo'qmaganida bunaqa muomala ketyapti. Fotima opa arzimagan bir sovg'amiz bor edi. Uyiga biz to'yona qilib endi kichkina bo'lsa ham bitta xolodilnik olgandik. Hozir yo'lda kelyapti lekin u dastavka mashin kelyapti. Akamga nomer berdim, kutib oladi. Keyin Fotima opa sizni yoningizda ko'p yurardik, niyat qilib yurardik shu nima deydi? O'sha bitta niyat qilib yurardik, uni hozir ochmayman-da. Oxirida aytaman. Bir do'stimiz bor. U do'stimiz ham sizni yaxshi ko'radi. Uni ham ismi Bobur. O'zi hozir kela olmadi ayrim sabablarga ko'ra. Uni ham bir atagan kichkina sovg'asi bor ekan. Sizga Xudo xolasa mana umraga yo'llama berdi. Lekin Fotima opamni Qaysi Bobur Namangandagi? Namangandagi, Taba. Voy Bobur. Kelyapti. Rahmat. Do'stimiz u ham eshitib yuruvdi, shu Fotima opa shu men aytdim, haqiqatan shu niyat qilib yuruvdilar. Yaqin kunlarda shu borgisi kelib niyat qilib yuruvdilar dedimda, bo'lmasam shunday sovg'a qilay deb aytdi. Rahmat. Bu mana shu yangi uylaringizga shu xolodilniklarni qo'yib mazza qilib ishlating. Hali nima deydi? Ko'p kelamiz bu uyga. Har kelganimizda Xudo xolasa yaxshi sovg'alar bilan, yaxshi kayfiyatlar bilan kelish nasib qilsin. Rahmat. Baxtimizga sog' salomat bo'ling. Oilangiz baxtiga doim sog' salomat bo'ling opajon. Muxlislaringiz baxtiga sog' salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat, hamma yaxshi kelibsizlar. Rasul Husan bo'l. Sanasini Xudo xolasa o'zingizning sharoitingizga qarab Bo'l. Uje olinib bo'lgan. Sharoitingizni yanvar deysizmi, dekabr deysizmi? Dekabrda ish ko'p deyapman. Dekabrda ish ko'p. Dekabrda Xudo xolasa sizlarga ham yangilikdir, balkim eshitgandirsizlar. 12-da Amerikaga ketyapmiz. Yo'q, gap yo'q. Endi men suhbatdan o'tolmay qoldim. Bu bola hali borganimiz yo'q. Endi boramiz. 7 kishi o'tdi. 3 kishi qoldik. Qani 3 kishi deb so'rabdi. Значит, biz ham o'tamiz. Xudo xolasa. 10 kun shu yoqdamiz. Amerikaga. Xudo xolasa tez kunda Sohib opamiz, Fotima opa sizlarga endi mashhur Sohib opa bo'lib obraz bilan tanilgan Gollivud kinolarida ko'rasizlar. Birgalikda bo'lsin. Rahmat, yaxshi kelibsizlar. Olinglar, osh zo'r bo'pti lekin, ha? Haddushi. Ochib qo'y. Lekin after ochib qo'y. Zo'r bo'pti. Pomidor olib kelmayapsiz deyaptilar. Ha. Pomidor yetishmabdi. Pomidor. Rahmat. Boburjonga ham rahmat. Bobur akam bir telefon gaplashmoqchi o'zingiz bilan. Bir telefon bilan. Gaplashuvdik. Voy, yomon sib ketdan ochib qo'ysang derazani, ha? Och. Avvalambor bu kun uchun bunaqa tayyorgarlik, bunaqa yugur mehmondorchilik uchun kattakon rahmat sizga. Umringiz uzun bo'lsin, muborak bo'lsin uylar, xonadonlar. Endi bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. O'sha intervyuda bitta gap aytgandingiz. Qanday imkoniyatim bo'lsa onajonimni olib kelib, shu o'z yonimdan boshqa yoqqa qo'ymasdan faqat o'zim qarab, o'zim parvarishlardim. Armoningiz bormi? degan savol tuzgan ekan. Armonim bor. Kimda bo'lmaydi armon? Men onam 91 ga kiradi sentyabrda Xudo xolasa. 91 ga. Amin. Otajonim 67 yoshida o'tib ketdilar. Afsuski muvaffaqiyatlarimni ko'rmadi. Onam hozir ko'zlari xira ko'rsa ham ko'ryaptilar. Chiqaman bo'lgan ena, ko'ring deyman. Xo'p bolam deydi. Duo qiling har doim deyman. Xo'p deydi. O'zimdan orttirib, shu bolalarni orttirib jichcha berib turaman. Agar imkonim bo'lganda, boy bo'lganda, zo'r bo'lganimda, o'zimga normalniy bo'lganimda ham uyim bo'lganda bor-ku, shu enamni uyim to'riga olib o'tirib o'zim qarardim. Xudo shohid, men niyatim shu. Enamni o'zim qarab, duolarini umrlarining oxirigacha olib xizmatini qilar edim. Afsuski men Afshidga bir ikki olib keldim. Turar edi oldin. Sal yoshlari o'tib qolsa endi yaramayman bolam. Deydi shovqin bo'ladi bu yerda, boshqa bo'ladi bir xona.
yo'q deydi. Shu yoqqa ham olib kelib qarardim. Endi kelmay qo'ydi-da. O'zimni agar alohida uyim bo'lganda, ana shu meni anaqam orzuyim, niyatim, xizmatini ol, duolarini olsam deyman. Rahmat. Shu bilan bog'liq balkim fikrlaringiz bordir. Nasib qilmadi. Albatta bor. Ozgina qovutdan, ozgina. Mayli endi xudoning ishi. Narsa deb bo'lmaydi. Allohga qarshi chiqib joylari jannatda bo'lsin. Nasib qilmadi hatto bunday ko'rsatib turdik, mana bunday bo'layapti, unday bo'layapti deb. Shu endi armon bo'lib qoldi. Haqiqatan o'sha payt noto'g'ri gapirgan ekanman. Armonim deb. Bu armon emas, niyatim deyishim kerak edi. Armonim devordim, farishtalar amin devordimi. Shu onamga nasib qilmadi shu ko'rish. Lekin mana uy joyli bo'lganim ko'ngli to'q bo'lib ketdi. Shu. O'zi u narsalari mana endi yoshi katta bo'lsa inson ko'p narsani farqiga bormay qolishlari mumkin. Joylari jannatdan bo'lgan bo'lsa, onangiz ham umrlari 95 95 yoshga kirdi, sentyabrda kirardilar. Lekin 100 yosh deb ko'tardi. Ona qorni bir narsalar qo'shilar ekan. Nima aytmoqchimanki, farqlay olardilar, to'g'rimi? Hamma narsani, hammani. Ismlarigacha nevaralar hech kimda adashtirmaydi. Aql hushlari, qo'l oyoqlari hamma joyida edi. Bizlarga ham shunaqa o'lim nasib qilsin, iloyim. Aql hushimiz joyida bo'lib, birovga qaram bo'lmay. Eng muhimi shu, to'g'ri. Men nima qilganim mana shu birinchi intervyuda ham sizga hayron qolgan jihatim, misol uchun, kimdir oddiy muammodan ham ko'ziga yosh oladi-da. Siz misol shuncha qiyin kunlar boshingizdan o'tkazgan bo'lishingizga qaramasdan, uy masalasida ham, boshqa holatda ham umuman bir oddiy gapirib bergansiz, hech qanaqa. Hozir ham bir ko'ring o'sha intervyuni. U unaqa intervyu takrori kamdan kam bo'ladi o'zi. Haqiqatan zo'r intervyu bo'lgan. Haqiqatan ko'ngli bor odam haqiqatan nimadir oladi o'ziga. Faqat shu bitta masala, ota masalasi ko'tarilganda ko'zingizga yosh olgansiz. Na uy, na boshqa. Bo'ldi endi, bo'ladigan bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa ham endi biroz endi vaqt o'tdi degan bir tushunchada gapirgansiz. Ya'niki haqiqatan ham imorat o'zi ko'pincha aytishadi-ku, 40 gacha, 40 dan keyin qilolmaysan degan bir fikr bor. Haqiqat bir erkak uchun ham qiyin-da imorat qilish o'zi. Nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda qiyin deb o'ylayman o'zimcha, yana bilmadim. Lekin siz misol uchun bu narsalarga ham qaysidir ma'noda vaqt o'tdi degan ma'noda yondashdingiz, lekin na bir ko'zga yosh oldingiz, na boshqa, lekin shu oila masalasida, otangiz masalasida ozgina ko'nglingiz xira bo'lganda. Otam yaxshi ko'rar, hammamiz yaxshi ko'rardi. Chunki bizda otam yaxshi ko'rardi-da. 8 ta qiz bo'lsa ham hech qachon nolimaganlar-da. O'shaning uchun ham mehr bo'lakchaydi-da qizlariga, o'g'lidan ham ko'ra. O'shaning uchun yaxshi ko'rganman. Qiz bola otasini yaxshi ko'rgan. Shunday. Mehr ko'proq beradi qiz bola. Shunaqa. Eng muhimi hozir hammasi yaxshi, Allohga behisob shukr. Ko'nglingiz nimadir gaplaringiz bo'lsa bemalol aytishingiz mumkin. Nimalar o'tdi ko'nglingizdan yoki mana shu ayni kunlarda ham uy muammosi bilan o'zi nimadir bir muammolar bilan yurgan insonlar bordir. Siz misol uchun o'zingizga qayerdan kuch oldingiz, uni gapirib bersangiz bo'ladi. 40 dan keyin qiyin deyshadi, siz mana 50 dan keyin 55 yoshda. 55 yoshda. Bu umuman super qiyin deydi-ku yo'qda. Avval Allohga oson ekan. Allohga oson ekan. Muhimi shu Allohdan so'raverish kerak ekan. Unga dardingni aytib, bunga dardingni aytib befoyda ekan. Haqiqiy anaqa Alloh degan bandalar mana hammasi endi o'lgunimcha Xudo xohlasa duo qilaman. Shu yordam berganlarni takror aytishdan charchamayman men ulardan endi. Qayerda bo'lsa shu yordam berganlardan minnatdorman. Hammadan mana bildim, bilmadim, Alloh bilguchi. O'sha savob ilinjida nima niyat qilib menga pul berishgan bo'lsa, hadiya berishgan bo'lsa, kiyimdir, oziq ovqatdir, uy joyga materialdir, umumiy qilib olganda o'sha barcha yaxshilik qilganlardan hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Bola chaqasini rohatini ko'rsin. Qo'limdan kelsa ilohim shularni ham
yaxshi kunlarda xizmatda bo'laylik biz ham. Men bo'lmasam bolalarim ilohim. O kelma navbat deydi, Xudo xolasa anaqa taqdir taqozosi bilan balkim o'shalarni kimlarigadir meni ham bo'lamdi foydasi tegib qolar. Duo qilishdi ko'p kishida. Albatta, ko'p kishi duo qildi. Ko'p kishi duo qildi. Duo shunday anaqa taqdirni o'zgartiradi deydi, haqiqatdan o'zgartirar ekan. Muhimi olg'a bosish kerak ekan, motivatsiya oldi. Shunaqa. Insonlar o'zi haqiqatdan ruhlantirdi, duo qildi. Oson bo'lib ketdi. Hammasi oson. Men bitta ham qiynalmadim. Shunaqa yaxshi bo'ldi. Unda yotaman. Opa deydi, ana betoningiz quyib bo'ldik. Endi g'ish olishimiz keraksa. Ey Xudo, nima qilaman? Qaydan olaman? Deymanda yotaman. Ertasiga ishonmaysiz. Ertasiga qayerdandir xushxabar keladi-da. Pul keladi menga yoki kimdir yordam telefon qiladi tog'a. Pati Todam so'rayapti seni, yordam bermoqchi ekan. Ya deymanda. Shunaqa guliga to'g'riladi Alloh. Allohdan qo'ymasin. Anaqa qilaveringlar ekan. Qiynalganlar. Hech ham anaqa qilmaylar ekan. Voy qiynaldim. Xudoga shukr qilishga har bir kuniga. Alloh yaratib qo'yibdimi? Berizq qo'ymas ekan birinchidan. Ana shu chordivorning ichida yashasang ham rizqingni berar ekan. Undan keyin agar taqdiringga yozilgan bo'lsa shu uy, mashina hammasini sekin-sekin berar ekan. Faqat sabr qilish kerak ekan. Shuni men tajribamdan o'tkazdim. Shunday. Keyin yana meni esimda qolgan jihatlardan biri shu bo'ldiki, o'sha yotoqxonada yashayotgan yotoqxonada u yerda qorovul bo'lib ishlagansiz. Ana rolda qanaqa bo'lsam, hayotda ham shunaqa ishlar qildimki, hattoki mana shu yerga qorovul ham bo'ldim. Shu o'zlaringiz uyga. Ilojim yo'qligidan, imkonim yo'qligidan teatrlarga ishga olmagandan keyin mana shu yerga ishga olishdi, qorovul bo'lib ishladim. Kechasi turdim smenada, qiyin bo'lar ekan. Alkash keladi, boshqa keladi, begonalarda o'zimiznikilar san'atkor-ku endi. To'y xizmatidan keladi, syomkadan keladi. Anaqa safarlardan kelishadi. Ular uchun eshik ochasiz. Undan tashqari begonalar ham keladi. Qo'rqib narsalar qilib ishladim. O'sha borgan intervyuga borgan paytimizda syomka tugadida bundoq qog'ozga qarab qoldingizda ko'p, ular qarab qoldingiz. Keyin mana keyin nimaga qaradilar ekan deb shuni qaragan paytim sizni nomingiz ko'zimga tushdi-da. Fotima Nazarova qarzingiz turgandi. Qanchadir qarz edildi o'sha paytda ham. Siz qaradingizda biroz g'alati bo'ldingizda, bundan chiqib ketdingiz. Endi o'sha paytda nimadir syomka qilishayotgandan boshqamini keyin nimaga uncha tikildilar, o'zim qanaqa qog'oz ekan dedim. Qarzdorlar qog'ozi ekan. Siz nechidir oylik qarzingiz bor ekan, umumiy summasi nima qilingan ekan. Mana shuni qaragan paytim ko'zim sizni nimangizga otingizga tushdi-da. Tasodifan keyin aytdim, ha, opa ancha qiynalib qolibdilar. O'sha ichimda shu narsa o'tdi-da. Keyin yana bitta narsani alohida ta'kidlamoqchi edim. insonlarga men aytmoqchiman, yordam bergan, yaxshi niyat qilgan insonlar juda ko'p bo'ldi. Juda ko'p bo'ldi. Va ba'zi bir insonlar, qo'l bilan sanoqli insonlar bu sizni holatingizda ham, boshqa holatlarda ham uchragan, umid, yolg'on umid beradiganlar. Bu qanaqa desa, misol uchun uy va'da qilishadi, uy bo'ldi, seni uying hal, men beraman deydi. Kimdir izohlarda shunday yozib qoldiradi. Keyin darvozangni men qilib beraman deganlar ko'p bo'ldi. Anaqangni men qilib beraman. Umid yo'qotib qo'ydi-da. Umid, u ana shu odamlar boshqalari ham chalg'itib qo'yadi. Boshqa kimdir qilib berdi-ku deb o'ylaydi, boshqa deydi. Xuddiki siz bir muttahamroq bo'lib qolasiz. Mayli, o'zi men u odamlarga misol aslida hech kimning majburiyati yo'q qilib berish. Ko'ngliga kelgandir, lekin yolg'on gapirib, shu hech esimdan chiqmaydi, shu tog'a bilan sizni intervyudan keyin tog'a bilan intervyu qildim-ku. Shu kelgan paytimda nima Shermonov opa ham, keyin boshqa qalpoq a'zolari ham men bilan umuman boshqacha ko'rishyapti-da. Xursand, hammasi peshonani o'pib ko'rishyapti. Nima ekan desam, kimdir uy berdi, uy berar ekan Fotima Nazarovaga, sohibaga. Keyin men ichimda faqat bitta narsa-da, ey Xudo, shu o'zing sharmanda qilma, misol uchun endi har sizdan avval ham bunaqa masalalar bo'lganda, nimadir va'da qilib qo'yib
u ishontirib, ana odamlar ishontirib, umid uyg'otib, keyin orqaga qaytgan odamlar bo'lgan. O'sha masalada ham orqaga qaytdi-ku o'sha odamlar. Keyin rosa xijolat bo'lib yurdim-da, rosa xijolat. Siz men xijolat bo'lasiz. Yo, endi baribir endi 2 yildan o'tkazasiz-da. Uni men aytib u munosabatlarni shu paytgacha aytmaganman-ku bu gapni sizga. Endi aytyapman, Allohga shukr, hammasi yaxshi bo'lganidan keyin iziga tushgandan keyin aytyapman. O'sha payt umuman aytmoqchimanki, hozir bizni ko'rib turgan o'sha umid uyg'otmasin. Yolg'on gap gapirmasin, umid uyg'otmasin. Chunki har bitta odam, ayniqsa bunaqa vaziyatda, bunaqa qiyinchilikka tushgan odam ishonadi shu gapga. Ishonadi, bo'lar ekan deydi. Kerak bo'lsa o'sha fikr bilan yashab, qanaqadir harakat qilishni ham to'xtatishi mumkin boshqa. Shunchaki duo qilganlaringiz o'zi juda katta gap. Hech kim majburlamayapti-ku. Undan ko'ra duo qilib qo'ygani yaxshi ekan. Shu eng kattasi shu. Mayli. Endi shuni aytaman deb ko'nglimga tukkan edim-da. O'sha intervyuda misol uchun ko'pchilik bildi, boshqa qildi. Siz misol jismoniy mehnatni ham kuchingiz yetganicha qilgansiz, hattoki Rossiyalarda ham ishlagansiz. Kamroq bo'lsa ham ish olmagansiz-da, endi yoshingiz baribir kattaligi hisobiga. Necha yoshingizda boruvdingiz Rossiyaga? 49 yosh. 40 dan oshibdi. 49 mi, 50 ga yaqinlashib qoldi. 50 ga yaqinlashgan paytingizda. Idish yuvgansizmi? 1 kun, 2 kun? 3 kun. 3 kun. 3 kun tinimsiz idish yuvib, sirobim to'g'rib qoldi. Endi yosh ham baribir bunga nima qilmagan-da. Dimalab. Hayot mana shunaqa o'nqir-cho'nqir bo'lar ekan. Shu yo'lingni topib olsang, shu chiroyli bo'laverar ekan. Yo'lingni topolmay adashsang bo'ldi. Shu chuqurlikka tushib ketaverar ekansan. Muhimi shunaqa maqsad qo'yish kerak ekan-da. Shu maqsadiga erishadi, xudo xohlasa. Qarang, hozir mana Dilmurod aka aytdilar-ku, bu Laylilarni o'ynagan vaqtida. Undan tashqari ham juda ko'p rejissyorlar, men o'zimga ham aytgan, haqiqatda mahoratli edi. O'sha talaba paytida bo'ladigan o'zi o'sha avlodlar ichida bo'lar-ku, mana bu zo'r, mana haqiqatdan nimadir bo'ladi degan talabalar ichida ham gap so'zlar bo'lgan-ku. O'sha paytda ko'pchilik sizga e'tirof qilganda, nima uchun endi o'zingiz uchun ham baribir o'ylasangiz kerak, nima uchun o'sha bir qaysidir muvaffaqiyatni olib keta olmagansiz? Endi u omad. Mana shu yoshimga yozilgan ekan shu kunga. Yo'q, sen ashulachi bo'lmas yoki aktrisa, bunaqa teatrlarda ishlabmas. Men shunaqa rang bilan yo qalpoq ko'rsatuv bilan chiqib ketasan deb yozilgan u meni peshonamga. Ha, shunaqa chiqasan degan. Bo'lmasa harakatlar qilganman, qo'shiqlar yozganman. 1-2 so'm topsam to'ylarga chiqqan bo'lganman u paytda. Teatrga ko'p harakat qilgan, aytdim, xabaringiz bor. Teatrlar olmagan ana. Shu narsa kutib turgan meni. Shu. Endi hozir uncha teatrga borgingiz ham kelmasa kerak. Endi nima qilaman teatrga? O'zi olmasam kerak. Ertaga pensiyaga chiqaman. Rosta. Ana. Ertaga pensiyaga chiqaradi meni. Hay, pensiya yoshiga yetdingiz? 55 yosh. To'g'ri. Tug'ilgan kuningiz ertasiga keling chiqarib yuboramiz, bo'ldi dedim. Xo'yla. To'g'ri. Lekin baribir nafaqa hali beri nafaqa pensiyaga chiqishingiz mumkin, hali beri unaqa oyoq cho'zib yotmasangiz. Yo'q, qaqa endi hali. Ikkita bolani endi to'yini qilish kerak. Shunday. O'zbek sho'r shu. Shu. Maqsad tugamaydi hech qachon. Boraveradi. Hali aytdim-ku, hali nabiralar to'y deysiz, ketaveradi hammasi. Zo'r. Xo'p, juda qisqa savollarim bor. 2025-yil tugadi. Hisob. Deyarli tugayapti-da endi. Qanday voqealar bilan, uydan tashqari, qanaqa voqealar bilan, nimalar bilan esingizda qoldi? 2025 ham yaxshi keldi, ham yomon keldi. Onamdan ayrildik. Jo'ra o'rtog'imizdan ayrildik. Ikkita anaqa bo'ldi bizga, mudhish voqea bo'ldi. Onamniki endi to'y deydi, qarilarniki. Jo'ra hali yashasa bo'lardi, mana Allohning irodasi. Juda yaxshi bola edi u. Unaqa inson endi bilmayman. Meni hayotimda uchraydimi yo'qmi bilmayman. U boshqacha bola edi. Quvonchli kunlar mana shu uyni bitirib oldik. Mayda boshlaganman mana. Allohning qarang, o'zingiz ham niyatingiz keyingi yillarga bo'lib qolsa kerak degan bir. Sizga bir. Chunki ishi ko'p edi-da, haqiqatdan. Ish ko'p edi. Faqat tez bo'lib ketdi. Ustida devori bor edi xolos. Meni shu Bobur Mansur komandasiga Alloh shunday anaqa qilib qo'ydi.
hech nima anaqasiz emasda, sababsiz emas. Shunday. Mana shulardan anaqa qilib, bir kun bunimni bitqazdim, bir kun bunimni bitqazdim. Shunaqa qilib Xudo xolisa shu harakatdan to'xtamang. Charchadim demang bu yoqqa. Yo'q, Shuncha yil dam oldim-da, endi shuncha yil dam oldim. Endi bu yoqqa ishlang. Umuman to'xtamang, Xudo xolisa. Shu ham quvonchli, ham g'amli, tashvishli kunlar bo'ldi 25-yil. Keyin hozir meni ikkita narsa quvontirdi-da, shu vaziyat endi siz Parvoga bordingiz, bormadingiz bilmadim. Bobur Mansurov aytayapti, deylik, umraga dekabr oyida ketmaganingiz yaxshi, ishimiz ko'p deyaptilar. Keyin tog'a birozdan keyin kirib keldilar-ku. Hozir siz o'zingiz aytdingiz, birozdan keyin Amerikaga ketadigan bo'ldik. Ya'niki Qalpoqga ham siz juda keraklisiz, Bobur Mansurov jamoasiga ham. Xudoga shukr. Zo'rda bu ikkita ishxona deb oladigan bo'lsak, ikkita ishxonani o'rtasida talashsiz. Xayrli bo'lsin. Bu yog'i shunaqa bo'lsin. Shu 75 yoshgacha shunaqa bo'lsin, bu yog'i keyin balkim o'zingiz jamoada qilib olasiz. O'zim jamoyim bor desam. O'zingiz keldik. Ular ham keldik oldin sonra. Kamilalar, Shahzoda Zarifjonova. To'ppa-to'g'ri. Bu zo'r, xayrli bo'lsin iloyim. Iloyim, rahmatim, mana keldi rahmatim. Bir paytlar ish qidirib, boshqa qilib yurgansiz yoki sargardon bo'lib ishlardan bo'shatishgan o'zingiz bilmagan holatda boshqa mana hozir bir qancha nima zo'r bo'ldi. Pul borasidagi eng qiyin kunlar qanaqa bo'lgan sizda? Hozir esingizda bor. O'tmishga qaraganingizda eng qiyinchilik, eng katta qiyinchilik. Shu men ko'rgan o'sha yotoqxonani oldidagi aytdim-ku, o'sha jarayon. O'shandan-da qiyin payt ham bo'lganmi? Nonlagan pulimiz bo'lmasdi. Shu yotoqxonada yashayotgan paytlaringiz. Biroz aytib beraymi? Haligacha o'zlari ham eslaydi. O'g'lim 3 yoshmidi, qizim 6 yoshmidi. Qaydandir shu to'yga borib kelgandirman-da. Bir to'yim bo'lib qolardi. Hamma to'y bo'lar, balkonda qarab o'tirardim. Nimaga ashula aytolsam, nega meni tanlamas ekan? deb hayron. Shuncha desa bu yoq keyin kutib turgan ekan xullas meni. Lekin o'sha payt shuni xayol qilib o'tirardim. Nimaga meni chaqirmay to'yga? Meni olib ketishmaydi deb o'tirardim. Shu bir borib qolgan bo'lsamga qayerdandir pul kelib qolgan, yo oylik olganmanmi? Kinder. Voy, kinder emas, mana bankada shokolad bor, ati nima edi? Chokotelami? Shu rossiyskisi yana. Mana shundaydan shunday egisi kelgan shular. Anaqadan oldik, marketdan oldik. Shunday keladi, o'g'lim, men ko'taray dedi. Salafanda edi, bo'pti dedi. Ana qiz qo'polda rasa. Shunday qildida tars etib sementga bitta tushib ketsa bo'ladimi? Zo'rg'a olgan shokolatimizda. Shunday endi ichi to'la shisha bo'lib qoldi. Nasib qilmadi-da. O'zi ham g'alati bo'lib qoldi, kichkina yosh bola. Bunday yerga tegib ketdi-da, qo'lini silkitib yuruvdim bunday qilib. Hay desam. Ana shunaqalar bo'lganda demoqchiman. Tushundim. Deb achinib qolasiz-ku. Yeyman desangiz shishasini qilar. Endi oldim deganingiz endi yetdim degan ishkal orzu edi-da. Shunaqa. Bo'lmagan shungacha. Shunaqa. Dadamda ham shunaqaroq bir nima bo'lgan, vaziyat bo'lgan. Avtobusga Buxoroga men ketyapman, avtobusga un berib yubormoqchilar. Joy topilmaydi endi unga. Shu dadam u qildilar, bu qildilar, u bilan gaplashdilar, bu bilan gaplashdilar. Kechagina Stenkada esimda bor. Joy yo'q-da endi. Shu bir qop un olganlar, joy yo'q. Endi men bilan uyga berib yuborishlari kerak. Shuna o'tirdilar, gapirib. Dedilar, kambag'al non topsa joy topmas ekan. Dedilar. Joy topsa non topmaydi. Shu esimdan chiqib, xuddi shunaqaroq vaziyat bo'lganda hozir. Shunday o'zlari ham multirab qoldi-da. Haligacha shuni eslaydi ikkalasi ham. Sen shunda sindirgansan, opasi gapirib qolar. Rassa o'zimda ham yegim kelgan shu nimagadir. Ularga ham xursand bo'lib olib berganman-da. Shundan yeylik deb qachondan beri aytib yurardi. Bo'pti deb olib berib shunday yarim yo'l ekan ters bittasindi. O'ldi banka dedim. Ochib qarasak chil bo'lgan. Qarang, mana bu kunlar ham bor ekan, Allohga behisob shukr. Allohga shukr. Dasturxon to'la nozli ne'mat. Shukr, yetkazgan. Bu dasturxonda kamida 10 ta nemisni, alohida nemisni to'yi bo'lar ekanda. Shvetsarskiy stol deydi-ku, shunaqa dasturxonda bu. Zo'r.
o'sha vaqtlarda aynan qiyin paytlarda misol tog'adan tashqari qalpoq jamoasidan tashqari ham qanaqadir yordam bergan insonlar u paytda qalpoqda emasdim. yo'q ha Men qalpoqqa 2016 qo'shildimmi? Tog'a bir chaqirib turardi meni. Keyin "Fatih o'ynaysanmi?" dedi. Shu bilan 16-yildan boshlab asosiy jamoa tarkibi bo'lib qo'shilgansiz. Mayli dedim-da, keling shu tog'a boshqa rulla berib yurdi tog'a boshida ham. Tog'a keling shu sohibani bitta ko'ring. Bitta ko'ring deb o'zim tiqdim. Shu bilan keyin yana qo'yib ketdi. 1-2 o'ynatuvdi. Hamma sohibada yozaverdi. Keyin tog'a ham ilhomi kelib sohibaga bosdi-ku. To'g'ri. Yaxshi qabul qilindi, haqiqatdan. Ungacha faqat shu to'y tirikchiligim bo'lgan. Oylik olganman, arzimagan, lekin to'yga chiqib yurganman. Har xil 300 ming ham oylik olganman, boshqachalarda ham ishlaganman-ku. Teatrda bilet yurtuvchi ham bo'lgansiz. Ha, bajarni ham bo'lganman. Bajarni? Ha. O'qiymi teatrda. Yaxshi ham olov yonib ketmaydi ekan. O'chirib bo'lmaslikda bor. O'chirib bilarmidingiz? Yo'q, balani ham bilmayman. Va o'sha menimcha shtat bo'lmaganligi uchun shunaqa nima qilingan-da. U bajardan qancha oylik olardingiz? Shu 600 mingmi? Shunaqa. 800 ming, 600 ming esimda yo'q. Shunaqa bo'lganda. O'tgan rost bo'lsin. Endi pensiyaga chiqsangiz necha pul bilan chiqasiz? 800 ming. Oylikka nima beradi? Shunaqa yo 8 yo 900 bo'ladi sohib opa dedi. Bo'lgani bo'lsin, barakasini bersin. Shunday. Shunaqa, joningiz bo'lsin. Minnatdorchilik kimga nima demoqchi bo'lsangiz aytavering bemalol. Opangizlar bilan keyin intervyu qilamiz, xudo xohlasa. Men boya gaplashganlarimizni kesib tashlayapsizmi? Aytib Yo'q. Mayli, o'zi xayrlashamiz. Ha, xayrlasa. Sog' bo'linglar. Keling yana sohiba bo'lib xayrlashing. Fotima Nazarova bilan. Hozir o'zi kayfiyatingiz sohibaning kayfiyati. Ha, shunaqa menimcha o'zi baribir. Ha, ana birinchi intervyumizda birinchi intervyu takror bo'lmaydi. Bo'lmasin. Drama bo'lgan. Endi komediya. Tragik drama bo'lgan. Ha, endi komediya desam. Shunaqa, endi komediya. Ilohim har doim shu komediya bo'lsin. Muhimi ana yurtdoshlarim deymanman. Ana ming o'xshagan qiynalib, shu nolmanglar ekan. Aynalaylar. Nolisalaring undan battar bo'lar ekan. Alloh mana qattiq nonni oldingizga qo'ydimi? Ana shuni Xudoga shukr. Menga bugun Alloh qattiq non berdi deb jingizlar. Ana shunda, to'xtab tur, mana bandam qattiq nonga rozi bo'lyapti. Bunga yumshoq non beraman endi derkan. Shuning uchun hech qachon anaqa nolmangizlar, shukr qilingizlar. Shunda hayotlaringiz menikidek go'zal bo'ladi. Sahibi hali ham qiz bola. Joningiz bo'lsin. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Sizlarga ham rahmat. Xudo xolasa farzandlaringiz to'yida ham birga bo'lish bizlarga nasib etsin. Amin. O'sha ko'nglingizda nima niyatingiz bo'lsa hammasini behisob bilan bersin Robbim. Amin. Xayrli bo'lsin. Rahmat kattakon sizga. Rahmat. Uylanib boray bo'lsin. To'ylanib boray bo'lsin. Qulloq. Rahmat.